Boshlandimi? Yaxshi. Demak, azizlar, mana как раз shu haqida gaplashdik. Mana bu kraxmal monosaxidgacha parchalanlar edi, to'g'rimi? Qarang. Mana shu kraxmal monosaxidgacha parchalanganda nima jarayon sodir bo'ladi? Eng katta narsa, bu yerda eng zo'r bo'ladigan narsa shuki, hozir mana shu narsa haqida gaplashamiz. Hech mana masalan hozir ro'zamiz, misol uchun yoki o'zi qishda ro'za tutganlar bo'lsa, ham yaxshi bo'ladi. Masalan, hamma joyingiz muzlab, sovqatishni boshlaysiz, iftorga yaqin. Chunki bu o'z ko'cha ham sovuq emasmi? Iftor qilganingizdagi keyin misol nima deysiz? Oddiy, любой narsa, oddiy nonmi, masalan yoki o'sha uyda tayyorlab kelgan kichkina buterbrod yeb olganingizdan keyin ko'p emas. 5-10 daqiqa ichida уже organizmga qon yugurib, o'zingizni уже boshqacha his qilishni boshlaysiz. Issiq choy ichishingizni hali nazarda tutmayapman. Hali o'sha yegan ovqatingizni nazarda tutaman. Qanaqa qilib desa, chunki bolalar, mana bu kraxmal monosaxidgacha parchalanayotganda xolismi yo'qmi? Bular oldin birlashtirib turish mana ko'p dechizolma zanjir bormidi? Zanjir uzilyapti. Qancha ko'p zanjir uzilgan sari o'tda energiya ajraladi. Tushunyapsizmi? Issiqlik energiyasi ajraladi. Qizisiz siz shuni hisoblang. Tushunyapsizmi? Buni ham hozir zo'r tushuntiramiz. Bu hali holva, bu hali ichak yo'lidagi narsa edi. Bu hali ichak yo'lidagi narsa edi. Endi bu monosaxarid. Esida bo'lsa moddalar almashinuvining mana shu bosqichlarda hazm a'zolarida yuqori molekulyar moddalar quyi molekulyar moddalarga parchalangandan keyin quyi molekulyar moddalar qonga o'tib hujayralarga transport qilib beriladi, to'g'rimi? Keyin hujayraning ichiga kim kirib ketar ekan? Monosaxarid. Aynan kim desa, qorada yozdik, oxirigacha qorada yozib o'raylik. Glyukoza. To'g'rimi? Glyukoza hujayraga kirib ketadi. Keyin glyukoza formulasi esa C6H12O6. Buni o'zi yana parchalanadi aslida. Endi. Chunki bu boshqacha qilib aytganda hujayraga oson sig'adigan ko'rinishga kelib oldida. Ya'ni masalan, siz ham masalan uyga nimadir olib kirmoqchi bo'lsangiz, qiynalmasligingiz uchun ko'chada maksimal uni bo'lakligi bo'lib olasiz. Masalan-da, chunki maksimal bo'lib oldik, keyin hujayra ichiga olib kirdik, keyin hujayra ichida o'sha sig'adigan darajaga olib kelganingizdan keyin masalan olib kirasiz. Masalan, endi bu yana parchalanadi. CH6 O3 gacha, ya'ni sut kislota, ya'ni piruvat degan molekulalarga parchalanadi. Bu hozir uni hali birato'la tushuntiraman. Nima demoqchiman? Mana shu yerda parchalanyapti. Bu ham parchalanyaptimi? Bu ham parchalanyapti. Yana energiya ajraladi atrofga. Tushunyapsizmi? Mana Q harfida belgilayman. Shu energiya ajralgan energiyani o'ziga biriktirib oladigan narsaning nomi shu ATF energiyasi. Tushunyapsiz? Shu mana shu ajralayotgan energiyani o'ziga xuddi masalan nima bor bunga? Misol uchun men xuddi shu narsani energiyani o'ziga olishini ilon o'yini bor-ku, ilon o'yini, snake. O'shanda so'yib oladi. Xuddi energiya paydo bo'ldi, ATF borib, yoki yana ham tasavvur qilayotgan bo'lsa, chumollar hujumi degan o'tgan bor. Laganchada olib kelib beradi, mazza qilib yeydi-ku. Yashil narsa, ko'rsanglar, o'sha yeyishni esida bo'lsa, xuddi shunaqa qattiq energiya ko'rsa, ATF borib shuni yeydi. Keyin energiya qatdan bo'lganini esiga tushib bilib qolsa, tumtaq bo'ladi-yu. Esida bo'lsa agar o'sha zo'r multfilmda. Rahmatli. Xo'p, demak, mana shunaqa gaplar. Endi bolalar, bu nima demoqchiman? Ustoz, xo'p tushundik. ATF qatta ko'rsa shuni biriktirib olar ekan, energiya hosil qilar ekan. Xo'p, qanaqa biriktiradi? Qatiga biriktiradi? Masalan, bu ATF shunaqangi bir tashuvchi tuzilmami? Masalan, mana ATF degan bir как будто transport bor, mana bu balda g'ildiraklari bor, orqasidan tutun chiqyapti. O'ziga masalan energiyani orqasiga ortib olib, tashib, tipratikan orqasiga olmay yopishtirib olib yurganga o'xshab yuradim. Keyin buni borib berib, shunaqami yo'qmi? Masalan, shu xolismi yo'qmi? Shunaqa savol tug'iladimi? Ana endi biz nima uchun bu yerda trifosfat ekanligini hal qilamiz. Demak, qarang. Birinchi navbatda ATF bu to'yingan holat. ATF to'lib turibdi, 3 ta fosfat biriktiradi. Bo'ldi, 3 ta fosfat hammasi turibdi ATFda. Endi tasavvur qiling, bizda mana shu energiyani energiya olinadigan emas, energiya beriladigan jarayon. Masalan, kiprik qoqishim. Ish qo'limda yushka bilan yozayotgan, sizlarga men tushuntirayotganim. Ya'ni mana bu jarayon. Umuman olganda assimilyatsiya energiya talab qiladigan jarayon. Ana shu energiya talab qilayotgan paytida energiya ajratib beradi bu tashqariga. Mana energiya ajratadi. Tashqari endi men sizlarga Q+ deb o'tirmayman-da, prosta energiyaga tashqariga bunday qilib qo'yaman. Xo'p, tushunishlik uchun. Demak, energiyani nima qildi u? Tashqariga ajratadi. Chunki men hozir qo'lim harakatlanishi uchun, sizlarga men tushuntirib berishim uchun neyronal energiya kerakmi? Energiya kim deydi? ATF-nimdanmidi? Mana ATF energiya ajratdi. Hop, yana o'sha savol, qayerdan ajratdi desa, qarang. Mana. Hech qachon organizmda tipratikan olma emas. Mana, azizlar. Demak, ATF parchalanadi. Tarkibidagi bitta fosfat kislotani tashqariga chiqargan paytida, bitta fosfat kislotani tashqariga shunday chiqarib olganda, ayni energiya ajratiladi. Energiyaning hajmi 40 kilojoul. 40 kilojoul.
Tasavvur qilasizmi? Biz 1 gram glyukozani parchalaganimizdan ham 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoule energiya ajratar edik. Bu hozir demak, qancha bitta ATF o'zida bitta o'sha parchalab olsa 40 kilojoule energiya ajratar ekan. Tushundingizmi? Mana struktura nomi nima desa? Adenozin difosfat. Chunki bitta fosfat kislotani chiqarib olsa nechta qoldi o'zi? Bitta qoldi. Tushundingizmi? Azizlar. Endi masalan tasavvur qiling, men hozir ro'zaman. Men ro'zaman deydi videoda. Masalan, men ro'zaman, misol uchun deylik, endi avvalo unaqa bo'lmaydi. Bilingki, organizmdagi energiya nima deydi? Ko'rinishlari shu darajada mustahkamki, uncha-munchaga hozir men chizmoqchi bo'lgan jarayongacha o'tmaydi. Odatda mana mana shunday yakunlanadi. Ko'pchilik jarayonlar. Keldilarmi deysizlar? Mayli, yaxshi bo'lib keting. Qaytarib bering. Ekranni suviydi u. Hatto organizmni ekranni yumshoq etdim. Xo'p, qaranglar. Endi keyingi jarayonga o'tadi. Agar kimdadir energiya tanqis bo'lsa, mana ADF, qarang, ADF yana energiya AMF plus H3 bor. Adenozin monofosfat. Tushunarli? Lekin o'zi rahmat. O'zi ATF parchalansa, ADF va fosfatgacha parchalanar ekan, to'g'rimi? Odatda men nima dedim? Shu yerdan u yoqqa o'tmaydi. Kim bo'lib biz hozir to'qchilik zamonda yashayapmiz, azizlar. Misol uchun, hech qaysi birimiz masalan o'lgudek och bo'lib, qiltanoqqa bo'lib ketib yemayapmiz hech narsani. Даже shu darajadaki bizda holimiz to'q bo'lsa ham ustiga yeymiz. Masalan, как раз bugun iftor, qorin to'q atak. No, iftorda ba tizza bo'yi yeb oladigan joyi lekin. Abdulboriy deydi, bismillah boshlaydi. Ya'ni o'zi asli bu yoqdan bu yoqqa o'tmaydi. Lekin mabodo energiya taqchil, energiya defitsit holatlarda bundan bu yoqqa ham o'tishi mumkinmi? Mumkin. Lekin bundan bu yoqqa o'tmaydi o'sha bo'ldi. Chunki o'sha uning bitta strukturasi, ya'ni ustuni yo'qolib qoladi. Tushunyapsizmi? Biz hozir как будто mana ATF deb ko'tarib turgan ustun bor. Mana ustun bor ko'tarib turgan. Kim? Adenini ko'tarib turgan, shakarni ko'tarib turgan, fosfat ko'tarib turgan struktura bor. Tushunyapsizmi? Fosfat davomimiz ustoz bittasi chiqib ketsa, mana просто shu ustunni zaiflashadi. Shu ustun zaiflashadi. Ya'ni bitta shu ustunda biz bir nechta to'sin qo'yib qo'yganmiz. Mana shu ustunni o'ziga masalan. Lekin buni mutlaq olib tashlab bo'lmaydi. Ya'ni mutlaq mana AMF, ya'ni AMF ham fosfatga ajratib AF bo'lib qolmaydi. ANOF, ANF, adenozin nulli fosfat bo'lib qolmaydi. Tushundingizmi? Maksimal mana shu yergacha. Demak, ATF bitta fosfatga chiqarganda ADF bo'lib qolib ketar ekan, 40 kilojoule energiya ajratar ekan hujayraga. Hujayra u energiyani xuddi si quvvatiga to'lgan anaqaga o'xshab, butun yashil anaqalar yurib, badanida yurib o'tib ketadi-yu. Xuddi shunaqa ATF parchalanib, ADF fosfatga ajratgan paytda ham energiya hujayraga ajraladi. Hujayra bir karra yashil narsa o'tib qiladi, maza qiladi. Tasavvur qilasizlar. Qani agar menda unaqa hujayra montajchi emasman, shu narsalarni qo'yib tasavvur qildirardim. Bir kun kelib shunaqa qilsam bo'lib ketar balki. So'ch men miyamda tasavvurim mumkin bundoq qilaman. Qilaman. Ko'rsatib turaman. Masalan. Xo'p, demak, keyin yana ADF parchalanib, AMF va fosfatgacha va shuningdek yana energiya ajratar ekan. Tushundingizmi? Lekin undan u yoqqa kelib ekan. Demak, maksimal ATF o'zida 80 kilojoulgacha energiya to'plab tura oladi. Bitta ATF. Maksimal. Lekin biz odatda faqat mana shu reaksiya bilan ishlaymiz. Bundan bu yoqqa o'tmaymiz. Bolalar. Ustoz, biz hozir energiya sarflanishini ko'rdik. Mana energiyani yuqtirib olishni ham ko'raylik. Desangiz, bilingki shu jarayon qaytadi. Tushundingizmi? Qaytadi. Masalan, AMF gacha parchalandimi? AMF bo'ldi, mana qarang. Hujayrada 1 tonna ATF bo'ladi. Tushunyapsizmi? Misol uchun xuddi как будто tuxum. Sindirasiz, ichidagi sarg'ini olasiz, energiyani po'sta o'tib turadi. Masalan, faqat endi u qaytmas jarayonda-ku. Keyin yana sarg'ini qatlamda topsangiz, po'choq ichiga sarg'ini solib, yana joyiga qo'yib qo'ygandek. Ya'ni masalan, siz o'sha narsani ATF ishlataverasiz, ADF bo'lib bir chekada turib turadi. Tushunyapsizmi? Qarang, hujayrada masalan, men sizga aytaman, 1000 ta ATF bo'lsa, masalan, bu 1000 ta hollar bu. 1000 ta ATF bo'lsa, masalan, hujayrada nechta ATF deyapman? Tasavvur qilaveringlar borligida. Qanchalik energiya bitta hujayra haqida ketyapti, bitta hujayra. Shoshmay turing. Men energiyasini topish bo'lmas. Nima kerak hozir? Xo'p, qaranglar. 1000 ta ATF, bitta ATF dalsh yursa, mana masalan, dalsh yursa ADF, dalsh yursa AMF gacha boradi, to'g'rimi? Lekin shunaqaki organizmda bitta ADF AMF gacha parchalanib olmaydi. Mana yana qayta aytolmaslik. ADF gacha parchalanadi-yu,
Bo'l, bir chekada turib turadi. Keyin ikkinchi ATF kechib parchalanadi. Tushunasizmi mana? ATF keladi, energiyani beradi, pastga ketadi ajralib, ana ATF bilan bir chekada turib turadi. Jarayonni kuzatib turadi. Ikkinchi ATF keladi, ya'ni agar hujayraga bir 40 kilojul bilan ishi bitmaydigan jarayonlar bo'ladi. Masalan, inski kirish kabi jarayonlar ancha-muncha katta narsa otish kerak o'tgan. Masalan, 40 kilojuldan ko'proq energiya talab qiladigan hujayrada jarayonlar bor. Masalan, 0650 kim? 1650. Xo'p, keyingisi, demak, ATFlar hammasi qarang. Xullas, mana shu bitta hujayra qachon ADF ham parchalanadi desa, mana shu 1000 ta ATF hammasi 1000 ta ADF ga aylangandan keyin, voy haligi birinchi ADF bo'lib turgan bir chekada bor-ku, ana endi u keladi-da, fosfat kislotani nima deydi? Bitga fosfat kislota ajratib, yana 40 ga joylarga ajratadi. Tushuntira olamanmi? Tushunasizlar? Demak, odatda mana bu jarayon bo'lmaydi. Shuning uchun buni miyangizdan olib tashlasangiz ham bo'ladi, paka. Ishonavering, bo'lmaydi bu jarayon, pashti bo'lmaydi. Sizni bizning organizmimizda deyarli bo'lmaydi bu jarayon. Faqat mana shu jarayon bilan tugaydi, chunki mana bu narsani bitta hujayrada mingta. Tushunasizlar? Bemalol ortig'i bilan qo'shniga ham bersa bo'ladi. Dash. Yetadi. Xotir olmaydi. Endi biriktirib olishi. Qachon biriktiradi desa, mana bu narsalar parchalanyaptimi? Endi bu parchalanganda energiya ajratyaptimi? Energiya ajratgan paytida, qarang, shunday energiya ajratgan paytida mana bu H3 motor bilan ADF turadi-yu, vaziyat kutib turadi ular. Xuddi ikkita yosh naqiga o'xshaydi-da. Vaziyat kutadi ular. Postoyanno hamma joyda vaziyat kutadi. Mana shular qaytadan energiya kelib qolsa, energiya qaytadan kelib qolsa, shatta bukalasi qo'shilib kimni hosil qiladi? Yana ATFni hosil qilib bir chekada xizmatga shay bo'lib turadi. Tushundingizmi? Demak, hujayraning energiya manbasi bu ATF. Qachonki hujayradan nimadir parchalansa, ya'ni to'g'ri qachonki hujayradan nimadir parchalangan paytida fosfat kislotalarni qo'shib olish hisobiga u ATF bo'lib yig'ilib oladi. Qachonki hujayra fiziologik qanaqadir jarayon akt amalga oshirsa, ya'ni assimilyatsiyani amalga oshirgan paytida ATF o'zini qurbon qiladi, ya'ni fosfat kislota bilan. Yana aytaman sizlarga. Ya'ni sizlarga mana qachon tushunsalar bo'ladi. Qarang. Misol uchun shu joyini tushuntiraman, shu bilan bu imенно shu qismiga yakun yasaymiz. Mana bitta hujayrada nimalar bo'ladi? Gaplashib ko'ramiz. Masalan, 1000 ta ATFdan voz kechamiz. Misol uchun 700 ta ATF. Bilib oling. 300 ta ADF, 300 ta fosfat kislota. Tushunasizlarmi? Bitta hujayrada shu 3 xil tuzilma albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Masalan, bilib oling. Masalan, energiya kirib qolsa, glyukoza hujayraga kirib qolsa, chunki biz o'tirgan joyimizda ham glyukoza, kechqurun dars qilganda ham bitta keshuv, bitta sneakers, nimalar bor-ku, menga motivatsiya deb har bitta kitobni betiga bittadan shokoladlar tiqib chiqadigan qizlar bor, masalan. Yo'q. Men nima qilmayapman demadi-da. Demak, ana shunaqa payti, eshitinglar. Ana shunaqa payti o'sha energiyadan foydalanib olish kerak-ku. Просто hujayra energiya hosil qilib keturmaydi-ku, mana bu Q+ bor-ku. Energiyani просто hosil qilmaslik uchun o'sha energiyadan foydalanib olish uchun mana shu 300 ta ATF, 300 ta fosfat kislota tayyor turadi. Tushunasizmi? Bu kelasi mana shu energiyadan foydalanib, yana ATFlar soniga qo'shilib boradi. ATFlar soniga nima qilar ekan bu? Bu kelasi qo'shilib mana bunaqa bo'ladi. Mana qo'shiladi-da, ATFni hosil qilaveradi. Ya'ni, masalan, 300 ta ATF, 300 ta fosfat kislota 295 ta, 295 tasi ishlatilsa, ya'ni to'g'ri 5 ta 5 ta ishlatilsa, 295 ta qoladi. Shuni hisobiga 705 ta ATF bo'lib qoladi hujayrat. Tushundingizmi? Nima deyotganimni tushunasiz. Lekin shunaqangi organizm masalan men qarang, ovqatlanyapman, to'g'rimi? Narsa yeyapman. Organizmga glyukoza kirib boryaptimi? Kirib boryapti. Lekin shu jarayonda men shu glyukozani yeyish uchun ham hazm chaynab turibman hali ham. Ya'ni boshqa chiqib ketganda hujayra mana bunaqa bo'lmaydi-da. Siz shuni tushunib olinglar. Shu narsalarni tushunib oling. Hujayra masalan tez anaqa energiya hosil bo'lib olish payti. Men kutib turaman, hech qilmay turaman. Sen hujayraga chekilgan glyukozani hammasini parchalab ATF hosil qilib ol. Demaydi. Yoki aksincha. Bo'pti. Men shana glyukoza parchalamay turaman. Hosil bo'lgan ATFlarni hammasini ishlatib ol. Demaydi. Bu xuddi oshxonaga o'xshaydi. Masalan, oshxona ham har bitta kosani obdon bo'shaguncha, masalan, bolalar uylarga mehmon kelsa, bilsanglar, masalan, qizlar ko'proq bilan, bolalar debman. Qizlar uylarga mehmon kelsa, siz обязательно bittanglar raklarning oldida turasiz. Turasiz rostdan. Chunki birinchidan uyingizda idish-tovoq cheklangan hajmda bo'ladi. Ikkinchidan, bilib bo'lmaydi. Masalan, kelganda yur. Yetmay qolishini ehtiyotidan emas. Har kechqurun o'chib qolishingiz ehtiyotidan. Bir dona idish-tovoqni yuvib bo'libsiz. To'rtta yuvsangiz, qanday yuvib qo'yaverasiz. To'g'rimi? To'g'rimi? Mana shu narsani o'xshatsa bo'ladi, matematikasi o'xshatsa bo'ladi. Bu yerdan idish-tovoq ishlatiriladi. Yuraveradi. Bu yerdan yana
oshxonalar mana masalan restoranlarda shunaqa. To'g'rimi? Olingizdan ofitsiant tozalab ketadi. U kosani olib boradi, srazu kosani yuvib, ustiga yana ovqat suzib, keyingi 7-stolga Absattor akani mastavasiga ketadi. Shakliga ketaveradi. Mana shu jarayon. Mana shu adeb hujayrada bir vaqtning o'zida mana bunaqa bo'ladi, qarang. Ya'ni tushunasiz, nima deyotganim? 705 ta ATF 704, 706, 707, 708, 605, 604 ga tushib ketdi. Mana shunaqa yuraveradi, tushunasizlarmi? Mana 300 ta fasalkisi ham shunaqa. 200 taga ham tushib ketadi, ba'zan 500 taga chiqib ketadi. Tushunasiz? Tushuntirib olayotgan bo'lsam, hujayada bir vaqtning o'zida bu jarayonlar sodir bo'laveradi. Botidan. Botidan glyukoza kirib kelyapti, lekin glyukoza kirib kelishiga ham energiya. Masalan, uni yeyishga ham, chaynashga ham energiya. Hokazo ketaveradi. Zo'ra, ATF shunaqa narsa. Demak, yana bir karra bitta mana shu gap. ATF nima? ATF bu energiya kerak payti ATF va fasalkisigacha parchalanadi va shuningdek mana shu bog' uzilganda, chunki bu bog'midi. Bitta fasalkisida jidan bog'dan chiqib ketdimi? Ikkita fasalkisida, uchta fasalkisida ushab turadi qo'lini. Bo'pti bolalar gaplashamiz deb chiqib ketgan paytida davrani krugi tark etgan paytida o'sha yerda energiya ajraladi. Oqibat ko'tariladi. Energiya ajraladi. Ana shu energiyadan hujayra nima deb ish qilib oladi? Esichi nima deydi? Yana buni ahamiyati yo'q. Anaqa emas, chiqib ketgan fasalkisida ham bo'ldi, yig'lab, hasratda qolmaydi. Yana hujayraga energiya kirsa, balki shuni ajraladi-yu. Men ayta olmasligim, qarang. Shuni ajralib bo'pti bolalar hujayraga energiya kerak ekan, men parchalanishim kerak deb shuna parchalagan paytida glyukoza kirib kelishi ham bo'ladi. Glyukoza kirib kelib parchalanadi, moment bo'ldi, energiya paydo bo'ladi-yu. Yana kiradi. Hozir xayrlashing desa, bo'ldi, ish bitdi. Yana birga turamiz deydi, masalan. Tushunasizlar nima deyotganim? Shunaqa ham bo'lib ketaveradi. ATF demak exchanging narsa. Ya'ni postoyanniy u hech qachon просто tak ATF bo'lib turmaydi. Doim ATF va fasalkisagacha parchalanadi va shuningdek doim fasalkisada va ATF qo'shilib nima ATFlarni jamg'arib qo'yaveradi. Tushundingizmi? ATF shunaqa narsa. Hujayraning fiziologik faolligiga bog'liqmi? Bog'liq. Albatta, masalan, hamma hujayrada 1000 ta ATF bo'lmaydi. Ayni hujayrada 30 ta ATF ham bo'lishi mumkin. Masalan, ayni hujayrada 7000 ta ATF ham kamlik qilishi mumkin. Tushundingizmi? Hujayraning turiga qarab. Masalan, qaysi hujayramizga ko'p ATF kerak bo'lishi mumkin. Masalan, menda so'lay bezlariga mana shu ko'p ATF kerak deb o'ylayman, masalan. Tushundingizmi? Shuningdek jigar hujayralarimiz. Qaysi jarayon ko'p faol? O'sha. Jigar hujayralarimiz faol dedim, to'g'rimi? Shu joyga ham e'tibor beringlar. Mana shu gapimni eslatasiz. Nima uchun jigar hujayralarida ham faol dedim? Men bu gap nima uchun ahamiyatliligini tushuntirib beraman. Bu narsa ATF haqidagi tushuncha edi. Demak, biz ATF ning tuzilishi haqidagi 7 ta bugun ko'rib chiqishimiz mumkin narsa birinchisini tugatdik. Ikkinchisi mitoxondriya. Qarang. Mitoxondriyani bir kala tuzilishini eslab olamiz. Просто tak. Hali bu nima qilamiz? Yana bitta ko'ramiz mitoxondriyani. Qarang. Hop. Mana bu mitoxondriya. Esda biz tashqi membranasi silliq, ichki membranasi burmali va ichki membranasi krista deb atalardi. Kristaning ichida, ya'ni krista bu ichki membranasi, krista o'rab turgan bo'shliq matriks deb ataladi. Matriks. Bu esa bizda krista deb ataladi. Esda bo'lsa, membranalar aro bo'shlig'ida DNK, RNK, ribosomalar bo'lardi. Matriksda esa men umuman olganda mana shu kristalli qismlarda juda ham ko'p ichki membranasida fermentlar bo'lardi. Fermentlar nima deyarlardi? Ansambli. Shunaqa termin bor. Fermentlar ansambli deyiladi. Mana shu terminologiyada shu darajada ferment ko'pligidan fermentdan ansambli. Ansamblni ko'ra bilasizku, to'g'rimi? Masalan, jamoa, bitta katta jamoa. Masalan, harbiy orkestr, ferment orkestri. Esimdan chiqib qoldi. Shu ikkalasidan bittasi. Ko'rgansiz-ku, ayniqsa harbiylarchi, chiqib keladi-yu. Hammasi o'tdan bu narsalar qilib, xuddi shu darajada fermentlar ko'pligidan shunaqa nom olgan. Ferment juda ham ko'p mitoxondriyada. Demak, qaysida ekan u? Mana shu ichki membranalarida, shuningdek matriksda ham. O'sha kitobingizda shunaqa deb yozgan. Xo'p, mitoxondriyaning tuzilishini bir kala eslab oldikmi? Bu kerak bo'ladi. Bo'ldi. Men do'stlarga o'chiraman. Bu qismda endi bizga xudo xohlasa kerak bo'lmaydi. Ya'ni o'sha narigi qismini o'chirib. Qaranglar. O'chirib. Anaqada videoda bor. Screenshot qo'yasiz. To'g'ri. Xo'p, bo'ladi. Ozod debdi gapir qoch. Qaranglar, bolalar. Endi ustoz bo'l, ATF tuzuvchi oldik. Bizga mana tushuntirmang. Chunki qanaqa qilib ATF hosil qiladi? Qiziq emasmi? Masalan, ATF qanaqa hosil? O'zi sizlar ancha-muncha ATF qanaqa hosil bo'lishini tushunolinglar-da. Energiya. Lekin masalan, bitta glyukozadan qancha ATF hosil bo'lishini bilishimiz kerak. Tushunasizmi? Bitta glyukozadan qancha ATF hosil bo'ladi? U har doim shuncha ATF hosil bo'ladimi? Yo'q, ma'lum vaziyatlarga ko'ra farq qiladimi? Masalan,
Faqat glyukozadan shu hosil bo'ladimi yoki yog' kislotalari ostida ham hosil bo'ladimi degan savol tashladim o'rtaga. Demak, mana biz hozir ko'rib chiqadigan qismimiz bu glyukoza. Glyukoza energiya manbai. Demak, aytaylik, men qismini o'chirmadim. Hosil bo'ldi, qonga o'tdi, hujaramizga yetib keldi. Qarang. Xullas bu narsa nima edi? Metabolizm, ya'ni moddalar almashinuvi. Bizning bugungi mavzumiz aynan, ya'ni energiya almashinuvi. Energiya almashinuvi deb alim qilib qo'yaman. Tepaga yozayotganim uchun shunaqa xunuk. Xo'p, o'sha bosqichdan iborat. Moddalar almashinuvi 5 ta bosqichdan. Shu 5 ta bosqichning o'rtasidagi 3 ta bosqichni qamrab oladi deb tushunsangiz bo'ladi. Tushunasiz, energiya almashinuvi. Birinchi bosqich bu tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik. Ikkinchi bosqich bu glikoliz. Yoki ikkinchi bosqich prosta ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqich bu aerob. Yo'q, bunaqa deyish kerak edi. Hisobda nima deb nom berganman. Kislorod parchalanish deyam. Demak, bunicha glikoliz deb turamiz, paka nomini anaerob parchalanish deymiz. Mana. Demak, kislorodga bir xil nomlaylikda. Anaerob parchalanish, aerob parchalanish. Aerob parchalanish. Demak, birinchi bosqich bu tayyorgarlik bosqichi ekan. Siz ko'rib turgan bosqich mana shu tayyorgarlik bosqichi. Ikkita joyda sodir bo'ladi, bilib oling. Birinchi ichaklarda, ikkinchisi hujayra lizosomasi. Shu joyi ahamiyatga molik, shuning uchun immuniy lizosomasiga yozib qo'yman. Ichakni hamma biladi. Bu joyda ichakda sodir bo'lishini. Og'iz bo'shlig'ida, ichakda umuman olganda hujayradan tashqarida sodir bo'ladi. Tushunasizmi? Va hujayradan tashqarida mitokondriya bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydimi hujayradan tashqarida mitokondriya? Demak, hujayra tashqarida mitokondriya bo'lmaydi. Bilib oling, bo'lmaydi. Endi faqat mitokondriya hujayra ichida o'rganganmiz faqat. Bo'ldi. Hujayra qo'yib qo'ying. Keyin olishadi. Demak, palka chalg'imanglar. Hujayradan tashqarida mitokondriya bo'lmagani uchun ham, lekin bu degani ham narsa bo'lmaydi degani emas-ku, to'g'rimi? Bo'lgani uchun hosil bo'lgan barcha energiya 100% tarqab ketadi hamma joyga. Uni tutib oladigan narsa yo'q. Tushunasizmi? Energiya ajalganda ani boya mamta hasad kisida bilan adib tutib olyaptimi-da? Olib kel. Ani masalan, mehmonga borsangiz, sizga nima yetmay qolsa, salat-palat yetmay qolsa, kimdir ishga kiradi, hamma narsa joydan, ani olib kel. Salat olib kelib qo'y. Deydi masalan, yosh kattalar shunaqa biz tarafda. Nima masalan tarafda qanaqa? Demak, mana shu adib va hasad kisida qo'shilib energiyadan foydalanyapti. Lekin bundan foydalanadigan hech narsa yo'q. Shuning uchun ham hosil bo'lgan barcha energiya 100% issiqlik sifatida tarqaladi. Tushunasizmi? Shuning uchun ham qizingizda aytdim sizga. Shuning uchun ham organizmda qanaqadir o'sha qizish jarayonlari boshlanadi. Degan narsa bo'ladi. O'sha yeyotganingizda. Tushunasizmi? Demak, birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi deyiladi. U hujayradan tashqarida yo ichak bo'shlig'ida yoki lizosomada boradi. Hozir shuni ham eslab qolish uchun minimalga keltirib ketaman. Ya'ni qism bog'lab beraman. Keyin u yerda hosil bo'lgan energiya 100% tarqab ketadi. Issiqlik sifatida. Tushunasizmi? Uni o'sha bo'lish iloji yo'q. Tarqab ketadi. Demak, bu bizga birinchi bosqich kerak emas. Tushunasizmi? Chunki biz u bilan nima ish olamiz? Nima ish qila olamiz? Masalan, nima ma'lum u bilan? Hech narsa ma'lum emas. Qancha energiya ajralishi ham umuman ma'lum emas. Faqat illo mavzu masalani o'zida bermas, uni hal ko'ramiz. Lizosoma degan joyini eslab qolish uchun aytaman sizlarga. Qarang, tayyorgarlik bosqichida polisaxaridlar monosaxaridgacha parchalanar ekanmi? Lekin bilib oling, esingizda bo'lsa biz sizlar bilan endositoz jarayonlarini o'tgan paytimiz fagositoz va pinositoz. O'sha yerda fagositoz bo'ladigan molekulalarning orasida polisaxarid, ayrim oqsillar deb aytganmi, aytmaganmi? Aytgan edi. Ya'ni ayrim oqsillar, polisaxaridlar ham fagositoz bo'ladi hujayra ichiga. Tushunasizmi? Demak, ayrim narsalar har doim ichini o'zida maksimal parchalamas-kanda. Ya'ni atrofidagi to'qimalardan parchalanishdan yoki nimalardandir hosil bo'ladi. Xullas, umuman olganda hujayraning atrofiga qattandir polisaxarid kelib qoladi. Polisaxarid. Endi u polisaxarid, sen qayerdan kelyapsan bu yerga? Bor, ichiga qaytib bor. Demaydi, chunki polisaxarid qonga sig'maydi. Qonga siqqanda edi bizlar organizmda parchalab o'tirmasdik. Yutardik primoy qonga so'rilardi. Natijada mana bu yerdan hosil bo'layotgan energiya ham ishlatiladi. Tushunasizmi? Sig'magani uchun ham men polisaxarid miqdoricha qon tomirlarimizga sig'ib harakatlanmagani sig'adi, sig'maydi emas. Bitta joydan siqqani bilan, masalan, iminda ichida o'sha joyda siqsa, boshqa joyda sig'may qoladi. U qayerdadir tiqim hosil qilib, organizmda qayerdadir qon to'xtab qolib, tilimni ham chiqarib qo'yim, shart emasmi? Tushunasizmi? Shuning uchun maksimal maydalanadi. Tushunasiz? Lekin shu maydalanish qonga sig'ishi uchun, erkin harakatlanishi uchun, lekin ko'rayotganimiz qancha narsa energiyadan mosuvo bo'ladi organizm.
Yaxshi emasmidi? Shu polisaxarid agar birato'la siqqanda o'tkazib yuborsa, shuni o'zi hujayraga kirib borsa, mana bulardan ham foydalanardik. Даже mana bu tugul. Chunki mana bu monosaxarid bu. Shundan foydalanamiz doim. Agar mahmalaning o'zida monosaxaridlarning o'ziga parchalashdan foydalangan bo'lardik energiyadan. Tushuntira olaman. Agar tushayotgan bo'lsanglar, gapimmi? Miyada lampochka yonayotgan bo'lish kerak. Ana chunki inson qancha ko'p tushunsa, shuncha xursand bo'ladi. Hamma haqi. Demak, nima uchun aytaman? Demak, nima uchun lizosomada ham boradi? Doim hujayra ichida. Chunki fagositozda ayrim joydan qattandir polisaxaridlar kelib qolib, aytaman, atrofdagi to'qimalardan nimadir sabab polisaxarid kelib qolsa, shu polisaxaridni hujayra endi isrof qilmaslik uchun, chunki qon tomiriga qaytib sig'dira olmaydi. Hujayra endi membranasida botiqlik paydo qilib, o'shani yutib yuboradi. Tushunasizmi? Keyin membrana uzilib, qayta tiklab oladi. Shu mana bu narsani keyin hujayra ichida lizosoma qamirab oladi. Va lizosomal 40 ga yaqin gidrolitik ferment yordamida uni maydalab monosaxaridgacha qaytaradi. Tushunasizmi? Shundaysa, demak, tarbiyali bosqich shunaqa. Umuman olganda ikkalasi ham energiya hosil bo'lmaydi. Chunki lizosoma buni parchalaganda ham bu energiyani lizosoma ichida ketayotgani uchun bu jarayondan energiyadan foydalana olmaydi. Tushundingizmi nima deyotganim? Yaxshi. Bu demak birinchi bosqich bizga kerak emas. Ikkinchi bosqich. Xo'p, ikkinchi bosqichda tonnalar nomini yozib qo'ying, keyin yana davom etamiz. Qaranglar. O'chirish qara. Xo'p. Mana bu narsani o'chirdim. Kerak emas. Xo'p. Necha minut bo'lib ketdi videomiz? 34. Yaxshi. Xo'p, bir soatda 1 soat uzoqda, shuning uchun 1 soatga emas qilmaslik kerak. Anaerob parchalanish, anaerob nima degani qarang. Tushundingizmi? Aerob degani kislorodli, aeroport, aerodinamika, aero. Aorta degan nom shundan kelib chiqadi. Demak, rostdan. Aerob nima degani? Mana aeroportdan hisob qilaylik, aeroport. Havo degani, havo. Kislorod. Demak, anaerob bu demak cheklovchi degani. Bu misol uchun inkor etuvchi degani. Teist xudo, ateist xudosiz degani. Teist xudo masalan. Har doim inkor. Masalan, amitos yo'l bilan bo'linadi. Prekaryotlar. Amitos. Mitoz yo'l bilan bo'lmaydi degani, amitos yo'l bilan bo'linadi. Amitaq bachchan, u boshqa narsa. Demak, anaerob kislorodli. Buni hisob qilish yana bitta mnemonik. Agar aerobda ham ikkalasida ham a bor-ku deb tushunmay qolsangiz, masalan, lekin aero farqi bor. Shu joyni tushunmasangiz, masalan, ana. Nalyada kislorod bitta emas. Siz ham yo'q, boshqa narsa. Anti o'zidan to'q gapiradi, siz unga ergashmanglar, menga ergashinglar. Qaranglar. Anaerob demak birinchi nomi bu kislorodsiz. Ikkinchi nomi. Qarang. Kislorodsiz joyda har doim bilib olinglar. Masalan, bilib oling, hazm yo'limizda kislorod yo'q. Bilarmi deylar? Hazm yo'limizda kislorod yo'q. Masalan, esingizda bo'lsa, men sizlarga ko'rsatgan. Mana shalvalab yotmaydi, qizil o'ngashimiz. Narsangizni top etib oshqozonga to'g'ridan-to'g'ri primoy tushib bormaydi. U mana bunaqa narsa. Biz yutamiz, agar og'zimizda narsa bo'lmasa qiynalib yutamiz deb aytdim sizlarga, eshitdingiz. Pastdan yopib bo'lasiz, mana shu narsani itarasiz, u ani siqib ketadi. Ko'rgansizlar, ichinglar masalan, hasib qilganda ko'rgan bo'lsangiz yoki mana hozir kolbasalik qilish ham moda bo'ldi. Qo'y ichagidan deydi, ichiga misorokkadan chiqarib, to'g'ridan-to'g'ri yuborib, sesga uyda sharoitida narsalar chiqib ketibdi-yu. Uyib qilmaylar, voy. Ko'koroch yemaganmisiz, ko'koroch? Turklarning anaqasi bor, ingichkechani o'rab, pishirib ko'rgan bo'lsangiz. Tashab qo'yaman interyerni. Qilmaylar menga. Xo'p, qarang. Xo'p, demak, umuman olganda hazm yo'lida kislorod ham bo'lmaydi. Kislorod yo'q joyda bilib oling, bijg'ish bo'ladi. Mana bijg'ish, achish, sasish. Hammasi shu yerda. Tushunasizmi? Shu bijg'ish achishga anaqasi inglizcha nomi, ya'ni terminologiyasida glikoliz. Glikoliz. Masalan, mana bu narsa-da bu. Bijg'ish achish bu o'zbekcha so'z. Boshida do'ppisi bor. Glikoliz bu o'sha kasb shunda. Mana ofisga kelgan odam. Ma'nosi bir xil. Tushunasiz? Xuddi koronavirus, COVID-19 farqi bor. Demak, glikoliz, bijg'ish, achish, sasish, pasish, chirib ketish, yana bitta nomi bor. Spirtli achish degan nomi ham bor. To'g'rog'i shunaqa bosqichi ham bor. Spirtli. Masalan, ayrim joylarda bu achish spirtli yo'lda kechadi. Tushuntiraman. Xo'p, hozir birinchi nomlarini aytib oling, bir kere tushuntirib o'taman. Ekstras tushuntirib ketsa ham bo'lar ekan o'zi. Umuman olganda qarang. Spirt qanaqa olinadi sanoatda? Nimani achitib, nimani bijg'itib olinadi? Archani? Kim o'tkazdi spirtlarni kimyodan? Spirt sanoatdan olinadi. Laboratoriyada bilasiz, olinishning turlari bor. Laboratoriyada, sanoatda, nasada.
Fabrika bug'doyi, qarang, bug'doyi achitishdan olinadi. Bug'doy suv quyilib, yopiq sharoitda dimlanadi. Yopiq sharoitda endi qaysi sharoit bo'ladi bu? Kislorod sharoitda spirtgacha parchalanadi bug'doy. Siz men ishlatadigan spirtingiz, tibbiyot spirt. Ishlov berilgan bug'doyning achitishdan olingan mahsulot. Tushunasizmi? Pivo ham shu yo'lda olinadi pivo. Vino boshqa narsa. Haqiqatda shuning uchun ham klasslar ustida bug'doy rasmi turadi. Pivolar ustida. Eshitinglar bolalar, yana bitta narsa aytaman. Bug'doy achidi. Olingan suyuqlik spirt ekan. Xo'p, yaxshi bildik. Qolgan bug'doy nima bo'ladi? Endi u bardi. Aytib beraman sizlarga. Shuning uchun bardi, shu esingizda bardidan ham xuddi spirtga o'xshagan hid keladi. Biling, bitta bardi yegan mol bardisiz tura olmaydigan bo'lib qoladi. Ichgan odam ichmaganda tura olmaganga o'xshab. Shuning uchun masga aytdim hozir, bardi bilan mol boqib olmaydi deb. Ichmaydimi? Halol. Ozodlik halol. Aytdinglar ana. Xo'p, demak, ayrim har doim emas. Masalan, bizning organizmimizda ham bijg'ish boradi, lekin bizda spirtli emas. O'zini jarayoniga qarab, o'zini bakteriyalari fermentatsiyasiga qarab spirtli ham ketishi mumkin, tushunarli? Uni reaksiyasi sal boshqacha boradi. Hali uni ham tushuntiraman. Ayol, birinchi navbatda kislorodli. Yana qanaqa ma'nolari bor desa, yo'q, boshqa nomi yo'q. Bu kislorodli. Normalniy kayf qilib parchalanish deb yozib qo'ya olmayman endi bu narsani. Demak, anaerob bijg'ish, achitish, glikoliz bir narsa, aerob mana kislorodli sharoit. Qaranglar, bu 3 bosqich, bu 3 xil emas. Tushunasizmi? Bu 3 bosqich. Demak, bu degani birdan o'tmasdan 2 ga, 2 dan o'tmasdan 3 ga yo'l yo'q. Tushundingizmi? Ya'ni bu bosqichma-bosqich narsa. Ya'ni nima demoqchiman? Anaerobdan, bijg'ishdan, achishdan, sasishdan hosil bo'lgan narsa bu yoqqa o'tadi. Biza tayyorgarlikdan o'tgan monosaxarid bu yoqqa o'tmadi. Bu yoqqa bundan hosil bo'lgan narsa bu yoqqa o'tib, shakl turadi. Hozircha nomlarini sir saqlab turaman. Xo'p, bu narsani bilish, haqqiga yetganimdek bitta glyukozdan qanchalik hosil bo'lishi va hokazo bilan bog'liq. Ikkinchi navbatda azizlar, ishonasizmi yo'qmi? Bugungi mavzuni agar yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, hayotingizdagi hammangizda kuzatilgan kamida bir marta, bo'lmasa 80-10 marta, 100 martalab kuzatilgan zo'r hodisani tushuntirib beraman mohiyatini. Aynan shu mavzu bilan boshladik. Qarang. Demak, bizga birinchi bosqichni hosil qilib oldik, nima? Glyukoza. Qon orqali hujayraga transport qilib keldik. Mana, hujayrani boshladim azizlar. Bismillah. Mana nima jarayon sodir bo'lishini tushuntirib beraman. Xo'p. Glyukoza. Endi pishilyapti, yo uxlayapti, yo ma'sabimiz bor. Xo'p, glyukoza hujayraga kirdi mana. Glyukoza hujayraga kirdi. Ko'zi ishib yotibdi, birovga qarab qo'yishim kerak. Kim shu? Ko'zi ishib yotibdi. Xo'p, glyukoza hujayraga kirdi mana. Hujayraga kirishi bilan uni kim kutib oladi? To'g'rimi? Sitoplazma kutib oladi. Savol sizga, sitoplazmada kislorod bormi? Sitoplazmada qancha kislorod ko'rdik? Masalan, kuzib yuruvmidi kislorod? Sitoplazmada kislorod yo'q. Mana qaysi bosqich boshlandi? Hujayraga kirgan, mana glyukoza parchalanib bo'lgandi. Glyukozagacha parchalandi, to'g'ri. Demak, tayyorgarlik tugadi. Ikkinchi bosqich boshlanadi, anaerob. Anaerob qachon boshlanadi? Hujayraga kirishi bilan, mana membranani xatlab o'tishi bilan, gar membranadan xatlab bo'lsang, yo maqolada olmayman. Demak, glyukoza hujayraga kirgandan keyin uje qaysi jarayon boshlanadi? Bijg'ish. Ya'ni kislorodsiz sharoit, ya'ni kislorod sharoitida bo'lmaydi aslida. Qarang, shu joyda sizlarga kitobda yozilmagan bir sekretni aytib ketaman, lekin kitobda men boya o'qib ko'rdim bir kira. Kitobda hamchi ishora qilib ketgan ekan. Xullas, bitta narsa aytaman sizga. Kitobingizda mana shu paytgacha bizlarning institutda o'rgatilgan ma'lumotdan mutlaq boshqacha ma'lumot o'rgatilgan edi, bilishimcha. Lekin boya o'qib ko'rdimki, aytdim sizga, har doim kitobni qayta o'qiganda yana bir narsalar kashf etilaveradi. Oldin e'tibor bermagan narsa. Kitobingiz mana degan ekan, qarang. Kitob bo'yicha tushuntiraman, keyin o'sha joyini tahlil qilib beraman. To'g'ri, institut bo'yicha tushuntiraman, keyin kitobini topib beraman o'sha joyini. Xullas, hujayraga kirganda, glyukoza hujayraga kirganda aslida hali anaerob boshlanmagan bo'ladi. Glyukoza hujayraga kirgandan keyin avvalo birinchi qiladigan ish glyukoza hujayradan chiqib ketmasligi uchun uni biriktirib olish. Keyin uni o'zgartiradi, keyin uni boshqacha qiladi, ishlov beradi, ikkiga parchalab oladi, hokazo. Xullas, glyukoza bilan mana shu o'rtada 10 lab reaksiya bo'ladi. 10 lab reaksiya bo'ladi. Tushunasizlarmi bolalar? Birinchi glyukoza hujayraga kirib kelishi bilan glyukoza 6 fosfat hosil bo'ladi masalan. Boyagi ATF parchalanadi-da, ATF. Fosfat kislotasini bunga beradi.
glyukozani parchalab. Fasad kislota katta molekula, bilib olinglar. Fasad kislota katta molekula. Ana chizganni ham ko'rgansizlar, strukturasini. To'g'rimi? Ancha-muncha katta molekula, fasad molekulalarning o'zi katta-da. Shuning uchun glyukozaga agar fasad kislotani biriktirib qo'ysangiz, chiqib keta olmaydi, sig'maydi. Tushunasizmi? Bunda o'tganman. Men bu narsani kerak emas lekin sizga. Glyukoza 6 fosfat degan narsani S harfi ham yo'q kitobingizda. Hop, umuman olganda glyukoza mana shu masjidgacha bo'lgan, hozir masjiddan boshlab tushuntirib ketaman davomini. Shu yergacha bo'lgan narsasini kitobingizda просто o'nlab reaksiyalarni o'taydi degan. Shu yerdan 2 molekula piruvat degan molekula hosil bo'ladi, qarang. Piruvat. Necha molekula? 2 molekula piruvat. Bundan bilsa bo'ladiki, 2 molekula piruvat hosil bo'lishi uchun, demak, glyukoza S6 midi, demak piruvat S3 da. Misol uchun chuvatgan bo'lsangiz bo'ladi. Demak, 2 molekula piruvat hosil bo'ladi. Ana endi shu yerdan boshlab sizlarga bitta narsa aytaman. Mana. Shu 2 molekula piruvatni lekin bu narsa qanchalik kerak bilmayapman-da, men ikkilanmayman. Xullas, qay. 2 molekula piruvat yo'li 2, taqdiri 2 ta uni. Yo kislorodli, yo kislorodsiz. Kislorodsiz sharoitda bu 2 molekula sut kislotaga aylanadi. Sut kislotaga aylanadi. Kislorodli sharoitda bu asetil koenzim A ga aylanadi. Asetil koenzim A degan molekulaga aylanadi. Xo'p. Asetil koenzim A, mana asetil koenzim A bilan jarayon ketadi. Kitobingizda mana qilgan. Kitobingiz mana shu narsani gapirmaganda bunaqa degan, qarang. Qarang. Piruvat degan gap yo'q. Yangi o'nda bor lekin. Piruvat degan narsa ham yangi o'nda bor rasmda. Ham yozib ham ketgan adashmasam. Xullas, eshitaylik. Kitobda nima degan? Mana shu joyda. Hozir kitobni mana shu gapirganimdan keyin bitta bir karra o'qiysizlar. Xo'p? Hozir shu joyni sirasiz hal qilib ketamiz, esib ketamiz. Tushunmay qolmasligimiz uchun. Yoki mavzuni tushuntirib bo'lgandan keyin. Kitobingizda bunaqa degan. Glyukoza hujayraga kirib kelgandan keyin bir necha o'nlab reaksiyalar hosil bo'ladi, jarayon sodir bo'ladi. Keyin agar hujayrada energiya, kislorod yetishmasa, kislorodsiz bosqich kuzatilsa, 2 molekula sut kislota hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Ma'no bormi? Ma'no bor. Mana qilgan o'nlab reaksiyalar sodir bo'ladi. Agar hujayrada energiya yetishmasa, 2 molekula sut kislota hosil bo'ladi. Kislorod yetishmasa, ya'ni energiya yetishmasa. Demak, men mana shu piruvatni prosta yozib qo'ydim. Tushundingizmi? Keyingisida nima degan? 3-bosqichda, 3-bosqich qayerda boradi dedim? Mitoxondriyada mana, mitoxondriyada. Mitoxondriyada boradi. Mitoxondriyada boradi. Mitoxondriyaning ichiga kitob mana qanaqa narsa kirib ketadi. 2 molekula sut kislota kiradi degan. Kislorod sharoiti yetishganda esa hujayra ichiga mana shu yerdan hosil bo'lgan metabolit oraliq mahsulot mitoxondriya ichiga kirib ketib, mitoxondriya ichida esa kislorodli parchalarni sodir bo'ladi. Kislorodli. Bilib olaylik, hujayraning mana masalan odamni nafas olish a'zosiga o'pganmi? Hujayraning nafas organoidi bu mitoxondriya. Tushundingizmi? Ya'ni hujayraning qatida kislorod bo'ladi, faqat mitoxondriyada kislorod bo'ladi. Bu nima uchun kislorod mitoxondriyaga kirib boradi desa, kislorod bor joyga. Nima uchun kislorod bor joyga kirib boradi desa, bilib oling. Kislorod shaqillatib uzib tashlaydi hamma narsani. Oxirigacha. Ani tin-tinigacha deymiz-ku biz. Tin-tinigacha uzib tashlaydigan narsa kislorod. Kislorodsiz sharoitda biz faqat misol uchun masga aytaman, qarang. Bitta o'tin bor, maydalashingiz kerak. Qanaqa maydalaysiz maksimal? Maksimal bolta bilan maydalaysiz, pichoq bilan maydalaysiz, masalan, qo'lingizdan kelsa, baribir masalan, mashincha kichkina qalamchalar qoladi. To'g'rimi? Zirapcha deymiz buni xalq tilida. Lekin agar buni biz yo'q borsa-chi, absolyut maydalanib ketadi. To'g'rimi? Tushunyapsizmi? Demak, nima uchun biz kislorodli joyga kirgizib yuboramiz buni borib kirib ketgan desa, undagi bor narsani hammasidan maksimal foydalanish uchun. Tushundingizmi? Demak, kimda mitoxondriya bo'lmasa, u energiyaning hammasidan maksimal foydalanib, to'laqonli foydalana olmaydi. Kimda mitoxondriya bo'lsa, demak, u energiyadan foydalana oladi. Tushunarli? Masalan, menda mitoxondriya bor. Men ham har doim mitoxondriyadan to'liq foydalanaman desa, ayrim joylarda foydalana olmayman. Mana shu joyini sizlarga bog'liq hayotiyligi bog'lig'ini aytib beraman. Xo'p, shu yerda ozgina pauza qilib turing. Pauza degani demak endi qanaqa qilib endi o'sha narsalar energiya hosil qilishi. Mana shu bosqichda nima energiyalar hosil bo'lishini aytamiz. Ustoz, shu glyukoza to'g'ridan-to'g'ri mashinaga kirib ketsa bo'lmaydimi? Yo'q. Qo'pol qilib tushuntiraman, sig'maydi. Tushundingizmi? Sig'maydi. Ikkiga bo'lib keyin. Masalan, siz ham masalan biling. Katta to'nka bor. Katta to'nka. Yo'q, sig'maydi emas, mana qadar qoling. Katta to'nka bor. Shu to'nkani ichiga tiqib olsangiz ham bo'ladi. Yonadimi? Yonadi. Lekin bilsangiz sekin yonadi. To'g'rimi? Birinchidan mas sig'dirdim o'sha. Demak, sig'adigan darajada tiqqan ekanman-da. Xo'p. Tiqib oldim.
Sig'di, tagidan olov yonyapti, kutib o'tirasiz. Ovqatingiz qaynashini. Chunki u birinchidan o'zi bilasizmi, kimyodan o'tgansiz, yonish uchun avvalo yonish darajasiga yetish kerak degan narsa bu. To'g'risi. Masalan, biz qadimda olov bo'lmagan-ku, yonish darajasigacha yetkazishgan. To'g'rimi? Qancha ko'p ish qilasa, shuncha ko'p yonish darajasiga yetib boradi. Tushunyapsizlarmi? Hamma narsa bilan bog'lash harakat qilmayman, lekin miyangizga agar nang so'sayotgan bo'lsam, ustoz qo'ying, qisqartirib qoling deb aytaylar. To'nkani tiqib olsangiz agar yonish qiyin bo'ladimi? Qiyin bo'ladi. Bitta yongandan keyin lekin uzoq muddat sizga miltillatib, xuddi masalan gazni miltillatib qo'yganingizga o'xshab yonib turadi. Lekin agar sizga masalan moment tez shaqillatib olishingiz kerak. Masalan bo'ladiki, masalan qo'rib olishingiz kerak. U ani qo'rish shunaqa narsaki, harorat baland bo'lsa yaxshi qo'riladi. To'g'rimi? Bo'lmasa yog'ingizni ham dabdala chiqadi, ichiga solgan ovqatingiz ham dabdala chiqadi. To'g'rimi? Yog'i haroratini ko'tarish uchun esa biz baqishimiz kerak, tagida yaxshigina olov hosil qilishimiz kerak. Demak, boshqa qilib aytganda, o'sha o'tin. Siz uni maydalab olib solsangiz, tez yonadi. Gullab olib tagidan tez yonib ketadi, hamma joyga kislorod yetib olish hisobiga gupullab yonib ketadi. To'g'rimi? Shunaqa tushunsa ham bo'ladi. Organizm energiyani birinchidan demak tezroq olish kerak, ikkinchidan ko'proq olish kerak. Ma'no shu. Ham tezroq, ham ko'proq. Tushundingizmi? Shuning uchun biz uni ikkiga bo'ldik deb tushuna qolaylik. Xo'p, demak, glyukoza organizm kirgandan keyin mana shu ikki molekula, mana shu jarayonni, ya'ni mitoxondriyaga kirguncha nima hosil qiladi desa, shuni formulasini yozaman. Mitoxondriyadan tashqari. Mana pastiga mitoxondriya, tepasida mitoxondriya emas deb o'ylayman. Qarang. Buni birinchi so'z bilan yozaman. Glyukoza parchalanib, hech qanaqa kislorod yo'q. Ikki molekula. Demak, sut kislota yozaman endi, xudo kechirsin. Kislorod sharoit deymiz. Mayli bo'ldi, kislorod sharoit deymiz, mayli. Sut kislota plus ikki molekula suv, chunki formulasini bilsangiz, o'sha formuladan bilib olasiz. Plus ikki molekula ATF hosil qiladi. Nima hosil qilar ekan? Qarang, shu narsani mana tushuntiraman. Endi yozib tushuntiraman formula bilan. Mana bunga. Qarang, shu narsani. C6H12O6 plus hozir plusini bu yoqqa yozaman. Mana silkam yoqqa qo'ydi. Mana nimalar hosil bo'ldi? 2 molekula C3H6O3 hosil bo'ldi. Plus 2 molekula H2O plus 2 molekula ATF. Savol. Biz kimyoni bilishimizcha yo'qdan bor, bordan yo'q bo'lmaydi. C3 kara 2 necha? 2 kara 6. 12. 6 kara to'g'rig'i 6 ni o'zi 2 kara 3. Tengmi? Suv qayerdan keldi? Suv qayerdan keldi? Spirt qani? Qayerdan keldi? Qayerdan keldi? 2 molekula ATF qayerdan kelganini bilsangiz bo'ldi. Qarang. 2 molekula ADF, 2 molekula fasal kislota. Birikkanida har bittasi bir molekuladan 2 molekula suv chiqadi. Tushundinglarmi? Tushunmadinglarmi? Tushunmagan bo'lsanglar, tushungan bo'lsanglar battar bo'ling. Hop, demak, qarang. Mana bu narsani formulasi mana bu narsaga o'sha teng. Demak, 2 molekula suv qayerdan keldi desa, 2 molekula ATF qayerdan kelganiga qaraymiz. Xolismi yo'qmi bolalar? Nimagadir erish uchun nimadandir voz kechish kerakmi? Har doim bilsanglar, o'zi ko'pincha molekulalar suvdan voz kechadi. To'g'rimi? Ko'p reaksiyalarda shunaqa. Keyin ikkalasi qo'l ushlagan payti bir molekula suv chiqib ketadi. Mayli endi. Tushundingizmi? Ha? Yoki mana qurt ham zichlash uchun suv chiqarib yuboradimi? Qancha ko'p suv chiqarsa, qurt shuncha zichlashadi. Ya'ni bir-biriga qo'l yaqinlab suv chiqib ketadi. Shunaqa narsa-da. Ya'ni mana shunaqa gap. Tushunarlimi? Demak, bizda mana bu 2 molekula ATF o'zimizniki. Suv ham o'zimizniki bo'ldi, qoldi. Biz nimadan energiya olamiz? Yo'q, ya'ni dalshi qayerdan energiya olamiz, ya'ni. ATF hosil qila olamiz demoqchiman. Karmashka, soqqali ish qayerda bo'tdi? Mana o'sha soqqa hosil qilib qo'ydingiz. Mana soqqa yana bo'tdi C3. Ya'ni mana bu yerga kirib boradi. H6O3. Qarang. 2 molekula C3H6O3 ga kislorod qo'shamiz. Kislorod qo'shsak, mana kislorod qo'shsak, mana nimalar hosil bo'ladi? Qarang. Diqqat bilan qaranglar. Har doim organik moddalar yonganda karbonat va suv hosil bo'ladi. Qarang. Xo'p. 6 molekula karbonat angidrid. Chunki karbonat va suv hosil bo'ladi dedimmi? Qarang, suv yozib ola qoling, mana H2O va suv, karbonat angidrid. Bu yerda uglерод atomli nechta molekula bor? Bitta. U ham bo'lsa karbonat angidrid. Bu yerdagi S bilan bu yerdagi S tenglashish kerakmi? 2 kara 3. Demak, necha molekula karbonat angidrid ajraladi? Hisob qilishlik uchun aytaman bola bu narsani. Demak, H2O nechta ajraladi? Qarang.
Karbonatning tarkibida umuman vodorod yo'q. To'g'rimi? Umuman vodorod yo'q. Demak, hamma vodorod mana bunda. Nechta vodorod bor bu yerda? 12 ta. Demak, 6 molekula. Haqiqatda sinab ko'ramiz. 6 kere 2, 12 plus 6 ta kislorod. 18 ta kislorodmi? Haqiqat shu 18 ta kislorod bormi, yo'qmi ko'ramiz. 2 kere 3 6. Demak, mana bitta ekanda qolgan. Tushundingizmi? Necha molekula qo'yaman bu yerga? 5 maniq. 2 kere 3 necha? Demak, bu yerga shunda shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Tenglashtirishni eng zo'r yo'lini o'rgatdim. Agar men shunday 2 molekula, 6 molekula, 6 molekula yozganimda bor-ku, siz uni faqat eslab qolishga to'g'ri keladi. Agar eslolmasangiz, boshqa iloji yo'q endi. Urchuk to'rmondan necha mol edi. Lekin mana bunaqa qilib yozsangiz, demak har qanaqa organik modda yonganda, hammadagi suv ajraladi. Chuvosi mana shunaqa reaksiya o'ylayman bilasizlar. Menda yaxshi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Lekin mollar, qani bu yerda soqqa qani soqqa. Desa mana endi soqqa. Qancha soqqa ajraladi desa, 36 molekula ATF ajraladi. 36 molekula ATF ajraladi. Demak, 36 molekula ATF ajralishi uchun, demak, mana shu 2 molekula suv kislotasi yonganida 36 anaqa fosfat kislotani 36 ADF ga biriktirishga yetadigan energiya ajratgan ekanda, demak. Tushunasizlarmi nima deyotganim? Tushundingizmi yo'qmi? Qarang, ya'ni men bu tepaga yozaman aksani. 36 ADF plus 36 H3 po 4. Endi bu ikkalasi birlashganda har bitta fosfat kislota bitta ADF ga birlashsa nima ajraladi dedim boya? Suv ajraladi. Mana. Demak, undan tashqari yana 36 H2O ajraladi. Tushundinglarmi? Tushundingmi hamma? Reaksiya umumiy formulasi 2 molekula sut kislota plus 6 mol kislorod, 6 mol karbonat, 42 mol suv va 36 ta ATF ajraladi. Tushundinglar? 42 mol suv. Endi mana shu narsalarni bir kere qaytarishimdan oldin, mana bu yerga bir narsalarni yozib qo'yaman. Qarang. To'g'rog'i men yozib qolaman, chunki bu taraf foydalaning. Mana birinchi bosqich 100% issiqlik energiyasi, boshqacha qilib aytganda, bilib bo'lmas energiya. Mana. Ikkinchi bosqich. Qarang. 1 mol glyukoza, mana bu yerga yozib qo'ying. 1 mol glyukoza o'zining 6 ta uglerod, 12 ta kislorod va 6 ta 12 ta vodorod va 6 ta kislorod atomlari orasida 2800 kilojol energiyani to'plab turadi. Qancha to'plar ekan? Qarang, ikkinchi bosqichda uning 200 kilojoli faqatgina parchalanadi. 200 kilojoldan nechtasi ATF ko'rinishda jamg'arildi? Jamg'arilgani nechta? Nechta? 2 ta. Bitta ATF necha kilojoldan o'ziga energiya olardi? 40. Demak, 2 kere 8 2 kere to'g'ri, 2 kere 40 demoqchi edim. 80 kilojol energiya ATF da to'plandi. 120 kilojol energiya issiqlik sifatida ajralib ketdi. Nega kerakligini tushuntiraman. O'zi tushuntirishim hojat yo'q. Aytib qo'yiraman, nima siri bor? Siqolmaymizmi? Pastdan isqon bo'lib yurishimiz uchun mana bu narsa kerakmi, kerak emasmi o'ziga? Hamma narsani hamcha, masalan, hozircha 200 kilojoldan 5 mol ATF yasasam bo'lardi. Shu masalan, oylik ishlab topgan pulimdan hammasini dollar qilib qo'ymayman-ku. Yashashim ham kerakmi? Yashamaylik ekanda, demayman, anchalik bolaga o'xshab. Tushunasizlarmi o'tganimni? Ya'ni hayotiy jarayon uchun ham kerakmi? Kerak. Ya'ni to'g'ri isqon bo'lishimiz uchun, isqonli bo'lishimiz uchun, demak, energiyaning bir qismi ajraladi. Mana men terladim. Rostdan. Qanaqa terladim? Sizlar miyam qizyapti-da ichkarida, sizlarga tushuntiraman. Kompyuter ishlab turadi-yu, kullashib ketadi-yu. O'sha paytida mana shu yerda anaqa ATF parchalanyapti, natijada energiya ajratyapti. Tushunyapsizmi? Umuman mana shunaqa jarayonlar sodir bo'lib yotibdi, tinmasdan. Hop, 3-bosqichga qancha qoldi? 2600. Tushunayotgan bo'lsangiz bo'ldi endi, absattorlar. Hop, qanchani men jamg'arib qo'ydim? 36 40 ko'paytirsanglar 1440 kilojol. Yoddan mana xotiramayman. 1440 chunki bu narsani sizlar ham yoddan bilishingiz shart. ATF da to'plandi. 1440 maniki. Endi qolgan 1160 kilojol esa issiqlik sifatida tarqab ketadi. Savol sizlarga. Mana 200 kilojol energiyadan 80 manikimi yo 120 manikimi? 80 maniki. 120si qo'shnilarning haqqi. Uni ehson qilib chiqarib olasiz. Ya'ni u energiya siz qizishingiz uchun, tushunasizmi? Isqon bo'lishingiz uchun. 2600 dan 1440 manikimi yo 1160 manikimi? 40 maniki.
Tushundingiz-a? Demak, общий meniki va meniki bo'lmaganlarni ajratib olishim kerak. Demak, общий 2800 dan 120 plus 1160 1280 kilojol meniki emas. 1520 si meniki. Tushundingizmi? 1 mol glyukoza o'sha 180 gram. To'g'rimi? 180 gram glyukoza 2800 kilojol energiya ajratar ekan, uning bor yo'g'i 1440 kilojol gina meniki. 1520 mashina. E'tibor beryapsizmi yo'qmi sizlarga? Tushundingizmi endi? Demak, men bu yerda yozmagan yana bitta narsam, просто Q+ qilib yozib qo'yaman bo'ldi. Mana, men bu bitta Q qilib qo'yaman bo'ldi. Men bu bitta Q. Tushundingizmi? Bu narsalarni yozib olasiz. Men aytaman sizlarga, mana yoshlar, Kasper o'zi odatda yozdirardik biz. Bunaqa birinchi bosqichda, to'g'rimi, shoira? Bunaqa yurib yozinglar. Bunday kerak emas. Mana shu narsani bor e'tibor shu yerda tursin. Men sizga yozishingiz uchun 85 martalab yozib berishingiz hozir narsa beraman, hozir. Demak, bir kere qaytarib olamiz. Xo'p, glyukoza hujayraga kirgandan keyin bir necha o'nlab reaksiyalar asosida bitta metabolit hosil bo'ladi. Shu metabolitga agar kislorod yetsa, mana bunaqa narsa hosil qiladi, agar yetmasa, mana bunaqa narsa hosil qiladi. Kitobingizda shu narsani yozgan. Darvoqe shuni o'qib ketinglar, iltimos. Shuni aloqa qiling, glikoliz bosqichi deb. Yo, bu yerda emas. Mana shu yerda. Mana glikoliz, ya'ni kislorodsiz boshlanish. O'zim o'qiyman, xo'p? Hammasi bo'ladi xohlasanglar. Ya'ni 81-bet. Siz nima qila qoling? Kelayotgan dodon o'qinglar, men bunday o'qiyman. Xira. 81-bet. Ikkinchi bosqich degan joyga ko'rasizlarmi? Umuman olganda qarang. Energiya almashish bosqichlari boshdan o'qib beraman. 1. Tirigan organizm hujayrasidagi kechadigan energiya almashinuv jarayoni 3 ta bosqichda ajratish mumkin. Mana. Birinchisi tarkibli bosqichi. Bo'lib, bunda uglevodlar, yog'lar, oqsillarning yirik molekulalari oddiy molekulalargacha parchalanadi. Misol uchun kromma glyukozagacha, yog'lar oksidasi va gliseringacha, oqsillar oksidasigacha parchalanadi. Tushunyapsizlarmi? Nima qiyin joyi bor. Bu bosqichda parchalanish natijasida hosil bo'lgan energiyaning barchasi issiqlik sifatida tarqab ketadi. Nega? Chunki u yerda uni foydalanib oladigan fotoksida va ADF degan tushunchalar yo'q, ular esa hujayra ichida. Tushunyapsizlar? Ikkinchi bosqich glikoliz, ya'ni kislorodsiz anaerob parchalanish deyiladi. Qarang. Odam, ko'pgina hayvonlar va mikroorganizmlar hujayrasida asosiy energiya manbai glyukoza hisoblanadi. Demak, hammamizda energiya manbai nima ekan? Glikoliz ketma-ket keluvchi bir qancha fermentativ reaksiyalar yig'indisidan iborat. Mana. Tushundingizmi? Endi o'nlab yozib ketaman. Uning hosil bo'lishida 10 dan ortiq, 10 dan ortiq oraliq reaksiyalar sodir bo'ladi. Glikolizning umumiy yig'indisi dinamik quyidagi tasavvur etish mumkin. Barobar qismi. Mana 6 molekula 1 mol glyukozaga 2 mol fosfokislota va 2 mol ADF qo'shyapti-da, 2 mol sut kislota va 2 mol ATF va 2 mol suv olyapti. To'g'rimi? Glikoliz jarayonida kislorod ishtirok etmasligi reaksiya tenglamasidan ham ko'rinib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsa, haqiqatda kislorod ishtirok etmayapti. Aytadi, glikoz jarayonida kislorod ishtirok etmasligi reaksiya tenglamasidan ham ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham kislorodsiz bosqich deb ataladi-da. Glikozda doimo fosfoksida va ADF ishtirok etadi. Ushbu ikkala modda hamisha hujayrada bo'ladi. Chunki hujayraning hayot faoliyati natijasida ular doim hosil bo'lib turadi. Boya gaplar, men har doim bo'ladi deb aytgan gaplarim aytyapti. Xo'p, har doim hosil bo'lib turadi. Glikoz jarayonida glyukoza molekulasi parchalanib, 2 molekula ATF va 2 molekula sut kislotasi molekulalari hosil bo'ladi. Natijada 2 kilojol energiya ajrab chiqadi. Bu energiyaning 60% issiqlik sifatida ajraladi, 40% ATF sifatida to'planadi. Xo'p, mana 60% 40% degan narsa qiyin emas. 80 ni 2 ga bo'lsa 40%, 120 ni 2 ga bo'lsa 60%. 60% chaqab ketadi, 40% o'zimizda qoladi. Qarang, bu yerda 9 shotda neto, qarang. Glikoliz jarayoni barcha hayvon hujayralarida va ba'zi mikroorganizmlarning hujayralarida amalga oshadi. Demak, hammada boradi glikoliz. Glikoliz jarayoni hammada boradi. Eshitinglar. Spirtli achish ham glikoliz singari bir qancha fermentlar reaksiyalar zanjiridan iborat. Spirtli achish natijasida karbonat-angidrid, etil spirti va ATF va suv hosil bo'ladi. Demak, qarang. Mana bu yerda karbonat-angidrid hosil bo'lmaydi bizda. Qani, karbonat-angidrid qani? Yo'q. 2 molekula sut kislota hosil bo'ladi, to'g'rimi? Endi unda 2 molekula sut kislota emas, balki 2 mol karbonat-angidrid va 2 mol etil spirt hosil bo'ladi. Qolgan suv va ATF o'xshash. Qarang. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana unda ham 2 kilojol, 2 molekula ATF va 2 molekula suv hosil bo'ladi degan. Yozmabdi. Spirtlashish esa Endi eng oddiy hisoblab ko'raylik. 1 mol glyukoza nima? Yo bola bot yozmabdi. Qaranglar, men yaxshi ham eski o'rnimni olib kelganman. Qarang, bitta mashinani o'qib beraman, lekin bunda sizlarda yo'q. Bunda nima yozgan shu haqida? Qarang. Chunki anaqa ishora bor dedim-ku sizga. Mana shu joyni o'qib beraman bo'ldi. Qarang. Kislorodsiz bosqich. Glikolizda menga qarab turinglar, chunki kitobga qaraganda foyda yo'q menimcha. Ya'ni to'g'ri doskaga qarab tursanglar ham bo'ladi. Mana shu yozganlarimga mana shu chiziq qo'yganman-ku. Xo'p. Kichik molekulyar organik moddalar tarkibiy bosqich hosil bo'lgan kichik organik modda, masalan, glyukozda kislorod ishtirokisiz fermentlar ta'sirida parchalanadi. Mana, masalan, glyukozda kislorod ishtirokisiz fermentlar ta'sirida parchalanadi. To'g'rimi? Qarang.
Glikoliz glyukozaning ko'p bosqichli kislorodsiz parchalanishidir. Glikoliz bu glyukozaning ko'p bosqichli kislorodsiz parchalanishidir. Xo'p. Glikoliz natijasida 1 molekula glyukozdan 2 molekula sut kislotasi, 2 molekula ATF hosil bo'ladi va 2 molekula sut ajralib chiqadi. Ko'rkasi. Demak, shu yerda to'g'ridan to'g'ri sut kislotasi ajraladi, deyapti, to'g'rimi? Mana piruvatda aytmagan bu yerda. Glyukoz natijasida 2 molekula sut kislotasi hosil bo'ladi deb ketyapti bu yerda ham. Diqqat bilan qaranglar. Men o'qidim mana. Mana ham joyda yozilgan ekan. Ana, xullas oxiriga tugadi. Mana sut kislotasi va hokazo narsalar hosil bo'ldi. Endi 3-bosqichga o'tishdan oldin har doim bilasiz, 3-bosqichga o'tishdan oldin 2-bosqich yakunida unga kirish qismi qilib berib ketadi. Mana. Hali 3-bosqich haqida yozmasdan turib kitobda nima qilyapti? Anaerob parchalanish jarayoni o'simlik, hayvon, zamburug', bakteriya hujayralarida sodir bo'ladi. Ya'ni hammasi sodir bo'ladi. Odamda ham boradi. Odam kuchli jismoniy mehnat qilish natijasida muskul to'qimalarida kislorod yetishmay qoladi va glyukozdan ko'p miqdorda sut kislotasi hosil bo'ladi. Mana shu joy muhim. Qarang. Mana shu joyni qayta-qayta o'qiyman. Odam kuchli jismoniy mehnat qilish natijasida muskul to'qimalarida kislorod yetishmay qoladi va glyukozdan ko'p miqdorda sut kislotasi hosil bo'ladi. Demak, mana qadar o'ylasa bo'ladi. Demak, kislorod yetishganida boshqa narsa hosil bo'ladi. Kislorod yetishmaganidagina sut kislotasi hosil bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Endi mana shu joyi mana sizlarga hayotingizga taalluqli joyini aytaman. Qarang. Biz odatda yozda, butun yoz hech narsa qilmay o'tkazamiz, masalan. Ertadan kechgacha yoshlar, Zo'r TV, My5, narsa. Masalan, abituriyent bo'lishidan oldingi davringlarni eslaylik. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Sentyabrda birinchi jismoniy tarbiya darsini eslaylik. Qizlar voleybol, basketbol, bolalar futbol. Muskul qotib qolib, uni buni qo'yinglar, mayli muskul qotib, rosa muskul qotib qoladi birinchidan. Ikkinchi, uchinchi kunlarni eslaylik. Mayli muskul qotib qolish-ku o'tib ketdi. No, ketayotgan joyingizdan ketadi. Orqasiga og'rib. Xullas, qanaqa bo'ladi mashg'ulot aytaman. Qarang. Xullas, glyukoza hujayraga kirganda fermentativ bir qancha narsa natijasida nima hosil bo'lar ekan? Piruvat hosil bo'ladi. U qaraydi hujayraga. Hujayraga tashqaridan mitoxondriyaga kislorod kelib turibdimi, yo'qmi? Tushunyapsizmi? Kislorod kelib turibdimi, yo'qmi? Qaraydi shunga. Agar kislorod kelib turgan bo'lsa, qarang, mana bu narsa-da bu. Masalan, siz ham mehmon kelayotgan bo'lsa, bunaqa qilasiz-ku. Mehmon kelayotgan bo'lsa, o'sha mevani kesib o'rasiz. Agar hali kelmagan bo'lsa, kesib qo'ygan bo'lsangiz, strichlab yopib qo'yasiz. Masalan, endi kalbasalarni, masalan, o'sini qazib qolmasligi uchun strichlab yopib qo'yasizlar, sizlar ham mehmon kelgandan keyin buni strichlab ochib berasiz. Agar mehmon sizga yoqmasa, strich qolaveradi joyida. Anachi, no dawa qaysidir kinoda. Chaqchiqlar. Men shu yoqaman qo'ydim deydi. Xullas, bu qaraydi piruvat. Hosil bo'ldi piruvat. Piruvat qaraydi. Kislorod bormi, Misha deydi. Kislorod pastdan kelib turgan bo'lsa, bo'ldi. Mehmon kelyapti o'sha. Sirrazi aytib nima deydi? O'sha kirib ketadigan narsani hosil qilib beradi. Agar kislorod bo'lmasa, masalan, siz hadib o'tib turishingiz natijasida hujayralar tonnalab kislorod oladi. Organizmingiz uspet qilmaydi. Bo'lmasa qarang, odatdagidan tezlashyaptimi? Kislorod yetkazib berish uchun tezlashyaptimi? Tezlashyapti, to'g'rimi? Lekin shuni o'zida ham uspet qilmaydi. Chunki hujayralar odatdagidan bir necha 10 barobar ko'proq kislorodga ehtiyoj sezyapti. Natijada kislorodsiz qolib ketadi. Kislorod yo'qmi? Yo'q. Bo'pti. Bu nima? Nega masalan shu kislorod bor yoki yo'qligini ahamiyati yo'q bo'lib, hamma narsa hozir berilmaydi? Haligi gap. Bu keyinchalik mana bunga aylana oladi. Tushunasiz? Yana qaytadan aylanaveradi. Baribir mitoxondriyaga kirishdan oldin bu mashinaga aylanib keyin kirib ketadi. Lekin bu qazib qoladi. Bizda uni keyin yegiz ham kelmaydi. Shunaqa tushuncha bor, qazib qoladi degan. Tushunganmisizlar? Hamma qazib qoladi. Yegiz kelmay qoladi, o'zi qotib qoladi. Seram tursa misol qazib yegiz, qurib qoladi boshqa chiqib ketgan. Xullas, mana shunaqa jarayon. Shuning uchun kitobingizda mana bu narsani aytib o'tirmagan. Tushunyapsiz? Lekin men sizga tushuntirib beraman bu narsani. Nega sut kislorodi ko'payib ketsa nima bo'ladi desa, qarang. Shu joyda zo'r. Men qayrilmaydimi? Qayrilmaydi. Qarang, men sizga tushuntiraman. Umid qilamanki, ko'ryapti. Qarang. Masalan, nima uchun sut kislorodi ko'payib ketsa nima qilibdi? Masalan, eshitinglar aka bilan harakat qiling. Chunki eng zo'r joylari shu yerda, eng mag'zi shu yerda. Qaranglar. Masalan, hujayralar qisqaryapti, muskul qisqaryapti. Muskul qisqarishi uchun, mana muskul qisqarishi uchun muskul qarishi uchun masalan 60 ta ATF kerak. Bo'lyapti. 60 ta ATF kerak bo'lyapti. Srochno 60 ta ATF qilib berish kerak. O'zi odatda mana bitta bo'ladi, men aytdim-ku. Mana
Nima ham ishlatib bo'lyapti deylik, o'sha ishlatib bo'lyapti, tezlash kerak, o'sha hozir qiynalib qoladi, ATF qolmay qolsa hujayra qiynaladi. Shuning uchun mana bu hosil bo'layotgan narsalarga energiya ajratib berish uchun, qarang, tashqaridan kirib kelayotgan, o'zim postoyanno kirib turmaydi, hujayra ichida ham turgan glyukozalar nima qiladi muskul? Eslarda bo'lsa, muskulozda glikogen zaxirasi bor edi. Shuning uchun muskul tashqaridan glyukoza kirishini kutib o'tmaydi. Shartta ichidagi glikogenni parchalab oladi muskul. Xo'p, umuman olganda glyukoza manbaini hosil qildi. Endi shu glyukozani nima qiladi, qaranglar. 60 ta ATF hosil qilish uchun eshitinglar bolalar. 60 ta ATF hosil qilish uchun agar u kislorodli sharoitda bo'lsa, qarang. 2 ta ATF 36 ta ATF hosil qiladi, to'g'rimi? Nechta? 38 ta ATF hosil qildi. Kislorodli sharoit bo'lsa. To'g'rimi? Endi u yog'iga nechta qoldi bizda? Keling, mana shu 76 ta qila qoling. O'zimiz uchun. Atilab qildim. Yana bitta hosil qiladi. Demak, necha mol glyukoz yetarli bo'lar ekan? 2 mol. Chunki 1 molidan 2 ta bo'ldi, 36 ta bo'ldi, 38 ta bo'ldi. Tushunasizda? Endi shunaqa hosil qilsa 2 mol yetar ekan. Endi tasavvur qiling, hujayrada kislorod yetishmayapti. Siz o'tirib turdingiz yoki o'sha xullas kislorod olib berib bera olmayapti. Qand joyi shu yerda, qand. Qarash kerak. Xo'p, glyukoza kirdi. Kislorod sharoitda 2 ta ATF hosil qildi. Qarasa, kislorod yo'q. Endi uning ATF hosil qiladigan yagona manbai qayer? Tushunasizmi? Demak, endi 76 ta ATF hosil qilish uchun u necha mol glyukoza talab qilinadi? Tasavvur qilasizmi? Tasavvur qilasizmi? Rasxodda oshib ketayotgan ko'ryapsizmi? Buni mashinaga o'xshasa bo'ladi. Qarang, motor qachon baqiradi, vangillaydi. Kislorod yetkazib berish uchun. Qancha ko'p, rostdan, o'sha gaz bosasiz, masalan, ikkinchi skorsdasiz yoki birinchi skorsdasiz. O'zi bilsanglar, birinchi skors, ikkinchi skors hamma biladi. Tak qilib yurishda bu. Avtobus tezligi. Chashadagi 12-7 nima, avtobus tezligi 8-chi. Avtobusda shu tezlikda yuradi, 40 nari borsa. Masalan, endi-da prikol. Masalan, endi siz qancha skors almashtirursiz, shuncha ko'p tezlashib boraverasiz. Lekin masalan, bilsanglar, shofirlar ham e'tibor bersa, hamma e'tibor bergan. Keyingi skorsga olishdan oldin mashina birinchi vangillaydi rosa. Qizlar e'tibor bergan, nima? Masalan, mashina to'g'rimi? Buni ovozda ham eshitgansiz foydalanadi. Nega shunaqa bo'ladi desa, qarang. Hujayra kislorod yetkazib berish uchun motor qancha ko'p kislorod yetkazib bersa, ichkaridagi yoqilg'i zo'r yonadi. Tushunasizmi? Ya'ni siz nagruzkani ko'paytirsangiz, kislorod yetib borish qiyinlashadi. Diqqa nafas bo'ladi mashinangiz borgan boshqa chiqib ketganda. Natijada rasxod to'playdi. Pikka chiqib ketadi. Bosib yuradiganlarni ko'rsanglar, misol uchun 100 kilometrga, misol uchun 15-20 litrlab benzin yeydi. Masalan, motor ot kuchi, horsepowerlarga bog'liq endi bu. Buni shunga ham qiyos qilsa bo'ladi bolalar. Agar tushungan bo'lsangiz. Ya'ni hujayrada nagruzka ikkalasida ham baland, lekin bunda kislorod yetarli bo'lsa, qarang, ikkalasida ham shuncha ATF hosil qilyapti, shuncha ATF hosil qilyapti. Mana bu ham 76 ATF hosil qildi, bu ham 76 ATF hosil qildi. Bu 76 ATF hosil qilish uchun necha mol glyukoz yetarli bo'ladi? Bu 76 ATF hosil qilish uchun. Mana hamma kitobning oxirgi betini qarasa, mana 83-bet. Bu xullas hujayra hayotida ko'pincha shunday sharoitlar yuzaga keladiki, bunda kislorodli parchalashning amalga oshishi qiyin yoki amalga oshmay qoladi. Kislorod yetishmaganda, mitoxondriya shikastlanganda, bunday hollarda hujayra hayoti uchun zarur bo'lgan ATFni faqatgina kislorodsiz sharoitdan foydalangan holda olamiz. Buning uchun normadagiga nisbatan 20 barobar ko'proq glyukoza sarfi kuzatiladi. Mana, qarang. Bu ikkalasini bo'lsak 2 ga 19 bo'ladi o'zi. Yaxlitlab olib 20 barobar ko'proq glyukoza. Kitobda har bitta qismini sharhlab bera olaman bolalar. Prosta nima deydi? Birinchidan talab bo'lish kerak, shungacha qiziqish bo'lish kerak. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Endi men sizga bitta qarzim qoldi. Shuni ham ustam ATFga bog'lab hamma narsani tugataman. Qaranglar. Xo'p, umuman olganda 1 mol glyukoza necha kilojoy energiya ajratar ekan? Общий necha mol ATF ajratar ekan? Agar kislorod yetarli bo'lsa. Tushunadi? Kislorod yetarli bo'lmasa, bor yo'g'i 1 mol glyukozadan 2 molgina ATF hosil bo'ladi. Agar kislorod yetarli bo'lsa, bu miqdor 19 barobarga oshadi. Tushunyapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun kislorodli jarayon qanchalik organizm uchun zarur. Nima? Bosh ko'rim qilyapti. Rasmga olmoqchimisiz? Ovoy. Ozgina nima ham kerak-ku? Chet el nimalarni ko'rganmisizlar? Masalan,
nima deydi? Masalan, men shaxsan o'zim ko'p ko'raman leksiyalarni, anaqalarni, auditoriya qanaqa o'tirishini. Masalan, ustoz keladi-da. Tak, bugun nima dars? Men o'tirib olib. Men hozir gaplashamiz bugun deydi. O'tirganlar ham farqi yo'q. Xohlaganicha. Ozodga o'xshab, ya'ni gapirib o'tiraveradi. Ya'ni masalan, ola-solada chaqira qolsak, просто tak musikamni eshitib olishimiz mumkin ularda. Ya'ni biza diqqa nafas olib erkak bilan o'xshab oxirgacha mana shunday o'tirishimiz kerak. Vapshi. Nima bo'lyapti o'zi do'stga-da? Shoshmang, o'zi bitta qarzim qoldi. Tizingiz olib ketyapti? Agarchi hozir Cobalt'ni berib qo'ysam shunga mashinam. Masalan, Qoraqalpog'istongacha hech qanaqa yoqilg'isiz tushsiz borib kelgan desamchi, dakkansi o'tirib beradi. Yo, darsda lekin tizzasi olib ketadi. Temir o'chib ketib, o'tdi lekin. Bolalar, bitta narsa, oldin o'qiganlar yoki o'zimman, masalan, xazina bo'lsa, maktabda eshitganlar tushuncha o'zi umuman hozir masalan shu videoni ko'rayotganlar ham yoki o'zi ozgina bo'lsa ham tushunchasiga ega bo'lsa, chunki ko'pchilik videoni nima uchun ko'radi, bilasizmi? Bitta narsa aytaman. Bu ham narsalarni kitobda ham yoki hammani ustoz tushuntirib bera oladi-da bu narsa. Endi manchalik bo'lmasa. Yo, bo'lganda hamma bir xil narsa o'tadi-ku, kitobda bor narsa. Shuni aytmoqchi. Nimani ko'rgani, nimani tushungani kirishi mumkin men darsimga. Bola, qarang. O'zim men ko'pchilik tushunmay qoladigan eng ATFdagi muhim narsa shuki, bu Atilab shuni oxirga olib qo'ygan. Ko'pchilik buni bu chala va to'liq nima degan? Ko'pchilik buni ikkinchi va uchinchi bosqichi nomi deb o'ylaydi. Rostdan shunaqa. Haligacha men ayrim qo'rqmasdan aytaman, bilib bo'lmaydi. Ayrim sertifikat guruhi o'quvchilarim ham shunaqa o'ylashi mumkin hali ham. Ikkinchi bosqichi nomi chala, uchinchi bosqich nomi to'liq emas. Unaqa emas. Yo'q. Bu glyukoza va chala. Qarang, zarasi aytamiz lekin. Ovqat pishish uchun qanaqa jarayonlardan o'tadi? Masalan, qo'vrilish. Masalan, bosqichidan qaynash, dimlash, bosqichdan o'tadimi masalan? Misol keltiraman. Endi ochganingizda ovqat shu 3 ta bosqichning qaysidir joyiga ko'ra ovqat yo chala pishgan, hali xom, yo o'sha to'liq pishgan, yo kuyib ketgan, o'tib ketgan bo'ladi. To'g'rimi? To'g'rimi? Lekin masalan hech qayerda ko'rgansizlar dimlanish degan ovqatni. Bunaqa ovqat yo'q masalan, qo'rilish degan ovqat yo'q. Tushunmayapsiz? U o'sha ot yasaldi. Bosqichga qaramamiz. Xullas, nima demoqchiman? Bosqich nomlari ishoninglar bundan boshqacha emas. Maslarga yozilgandan boshqacha bosqich nomlari yo'q. Bu nima ustoz? Bu glyukozaning laqabi. Agar glyukoza faqat ikkinchi bosqichnigina parchalagan bo'lsa, u yana uchinchi bosqichga parchalanishi mumkinmidi? Demak, u glyukoza chala parchalanadi. Hali xom, pishmagan. Pishmagan. Agar u uchinchi bosqichni ham o'tasa, demak to'liq o'tagan. Tushundingizmi? Mana shu joyi muhim sekret shu. Aytadi, glyukoza to'liq va chala parchalandi degan masalani mashinchi ko'rasizlar. Shu qarzim shu. Demak, chala va to'liq ikkinchi bosqich va uchinchi bosqich nomimi ekan? U kimning laqabi? Ikkinchi bosqichni o'tagan glyukozaning laqabi chala, uchinchi bosqichni o'tagan glyukozaning to'liq. Shu joyda o'chiraman doskani. Osinglar bitta oling. Habbe. Yo'q, 1 minutlik joy. Tuyab o'chib qoldimi? Nima do'rasan? Yo'q, buncha o'chirishga ishtiy olmaysizlar. O'zim aytaman, bu o'chiring deyman. Xayrlashishim kerak ular bilan. Qanaqa xayrlashadi boshqa? Mana shu joyda ko'rganman. Muhammad Abduxayrov bor. O'shanda ko'rgan ekan. O'shanda turadi-yu, bilasizmi? Bir prikol odam. O'zbeklarning Mr. Bean. Shavkat Boydami shuni ko'rgan. Zamonaviy cho'chi. Bolalar qaranglar. Tenasi aytaman sizga. Masalan, mana bitta xo'jaligimga kirib eng zo'r bu qand joyi emas, bu qaymoq joyi emas, tan olaman. Lekin shu joyini bilmasangiz masala ishonmaysiz. Shu inch qarashga majbursizlar endi boshqa gapimdan keyin. Chunki kimgadir qaymoq kerak emas, lekin masala ishlash uchun kerak. Qarang, e'tiborli bo'linglar. 30 mol glyukoza bor. Bo'ldi. Videoga yomon ovoz eshitildi hozircha. Nima ovoz eshitildi deb o'ylaysizlar? Hop.
30 mol glyukoza. Masalan qarang. Qarang, eshitinglar. 30 mol glyukoza bor, hujayraga kirish kerak. Mana hujayraga kirish kerak. Mana bu bizda hujayra xullas. Hujayra. Qarang, 1 mol glyukoza uchun necha mol kislorod kerak bo'ldi? 6 mol kislorod kerak bo'ldi, to'g'rimi? Xullas 30 mol uchun 180 mol kislorod kerakmi? Ha? Men sizga tushuntirib beraman. Tasavvurli hujayrada bor yo'qmi? 120 mol kislorod bor. Qarang. Qachon shu holat bo'ladi desa, masalan, harakat qilishingiz qiyinlashgan. Masalan, birdan harakat qilasiz. Qarang. Xullas bitta narsa aytaman sizga. Mana men hozir shu yerda birdan turaman, hozir mana shu turishim bilan yugurib tashqariga chiqib ketsam ham sut kesada hosil bo'ladi. Hujayram kislorod yetkazib berishga uspet qilmayman. U обязательно soatlab futbol o'ynashim shart emas. Просто hosil bo'lgan 2-3 ta sut kislotani ishlatib olish qiyin emas. Boya gapimni oxirigacha yetkazmayman aytgancha. Bolalar, nima uchun mana shunaqa bo'lib qolamiz? Desa, hujayramiz ichiga qancha ko'p glyukoza parchalanadi-yu, o'sha mana bunaqa. Mana shu gapdan keyin u yog'idan esimdan chiqib qolibdi. Mana 2 mol glyukoza parchalansa, nima hosil bo'ladi desa, qarang, nimalar hosil bo'ladi? 6 mol karbonat angidrid, 6 mol suv 1 mol odam. Karbonat angidrid va suv chiqarib olish oson. Qon tomiriga berib yuboramiz. Karbonat angidrid va suv sifatida chiqib ketadi tashqariga. To'g'rimi? Karbonat angidrid bilasizlar, chiqib ketishini, suv ham chiqib ketishini maska taqaylarda bilgansizlar. To'g'rimi? Demak, karbonat angidrid va suv chiqib ketishi muammo emas. Mana, bo'ldi shu nima u chiqarib olish muammomi? Muammo emas. Lekin agar u nima deydi? Ikkinchi boshda parchalansa-chi va 76 mol o'sha hujayraga kerak bo'lgan ATF parchalash uchun ko'p parchalansa-chi desa, hujayrada endi hujayradan chiqib ketishi qiyin bo'lgan mahsulot paydo bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Nima ekan buni nomi? Sut kislota. Hujayradan chiqib ketishi qiyin uni. Hujayraning ichida siz energiya hosil qilish uchun, boy 76 ATF hosil qilish uchun glyukozani tonnalab parchalaysizmi? Chunki kislorod yo'q, boshqa iloji yo'q. Endi tonnalab kislorod sharoitda sut kislota hosil bo'ladimi? Bir chekada stich bilan yopilgan, boyagi hosil bo'ladimi? U hujayraga xalaqit beradi. Hujayrani normal ishlashiga xalaqit beradi. Obdon so'rilib ketguncha. Uni jigar so'rib olib, mana bunga qayta aylantirib, buni nima deydi? Krebs sikl deb man. Nima sikl deyapti? Esimdan chiqib qoldi. Просто sut kislota sikli deyiladi. O nomi oson. Sut kislota sikli. Sut kislota hujayralarda hosil bo'ladi, jigarga borib parchalanadi, va hokazo, va hokazo. Tushunarli? Ya'ni mana bunga aylanib, jigar bizga yana hosil qilib beradi shu narsani qaytadan. Sut kislotani ham parchalab, cho'tka energiyani hosil qilib beradi. Xuddi masalan biz organizmimizdan uyimizdan chiqindi chiqaramiz, u chiqindini ham kimdir qayta ishlaydi-ku. Jigar organizmda shunaqa jarayon. Biz uni hujayrani chiqindisini hujayra o'zi eplay olmaydi, uni tashqariga chiqarib yuboradi. Keyin uni jigar qayta ishlaydi. Bolalar. Ozgina 3 minutda rostdan tugataman videoni. Bilasizmi 3 minutda yorug'lik tezligida. O'tmaydi, afsuski unaqa o'tmaydi. Qaranglar, jim, faqat diqqat bilan qarang. Xullas sut kislota qancha ko'p hujayrada tursa, hujayra normal ishlashiga xalaqit beradi. Tushunyapsiz? O'shaning uchun siz ketib qolib, o'shaning uchun qimirlagingiz kelmay, hamma joyingiz og'rib, relax degan massajlar bor. Massaj bor rostdan. Futbolchilar yoki boshqalar chiqqandan keyin o'sha massajga boradi. O'sha hujayrasidan massaj bo'ladi. Bilmayman, unisini bilmayman. Ishim tushmagan. Biza nima deydi? Bizada nevaralar bor-ku. Bolalar bor. Massaj shunday kerak. Tez dilim qolib bugun qotib qoldi benim. Adres ketmonda ishlaganda masalan. Ketdi siz ustiga chiqib. Hujayrani, xullas nima qiladi desa, hujayradan sut kislatadan chiqib ketishiga yordam beradi tezroq. Tushunasizmi? Jarayonni tezlashtirib, hujayradan sut kislatadan tezroq chiqib ketishiga yordam beradi. Mexanik ta'sir bilan. Kechagi sut tuxum hujayraning ichiga mexanik ta'sir bilan kirgizdik-ku, spermatozoid. Bu ham mexanik yo'l bilan, tashqaridan sun'iy yo'l bilan biz sut kislatadan tezroq chiqib ketishiga yordam beramiz. Ato 3 kunlarda chiqib ketadi. Qancha ko'p to'planganiga qarab. To'g'risi 2-3 kun shunaqa yurasiz. Og'rib, hamma. Men endi asosan shu yerga ishora qilaman, chunki men futbol o'ynaganda shunaqa bo'ladi-da. 4 boshli, 2 boshli muskullar. Agar siz masalan qo'l bilan qilinadigan ish qilgan bo'lsangiz, sapkovoyda masalan. Masalan, uyga masalan bir mashina qum tushadi, adingiz olib kirib qo'yib uni ko'chadagilar o'ynab olasiz, yo'lga g'alaqda ketdi uni sapkovoyda olasiz. Ertasiga mana 2-3 kun mana shunaqa yuradi, qullaysiz. Ko'rgan odam qachon deb o'ylaydi, atak qiblata olmayapsiz buni. Mana shu joydan boshlab masjidgacha zo'rg'a. Mashlar bilan. Конечно. Tushunyapsiz? Men faqat bolalar misolida tushuntirmayman buni. O'ylashimcha, har bitta qiz kamida bir marta boshdan o'tkazgan bu narsani. Qizlar ham. Chunki basketbol o'ynamagan, voleybol o'ynamagan qiz yo'q. Xo'p, demak, tushundingiz-a? Sut kislotasi. Men joyini tushuntirib o'tdim men. Qarang. Hujayrada qancha kislorod bor ekan? Lekin 30 mol glyukozani parchalash kerak. Nima deb o'ylaysizlar?
Hay, 30 mol hujayraga kirishi bilan 30 mol hujayraga kirishi bilan 100% ikkinchi bosqichga o'tadi. Ya'ni hammasi 30 kare 2 60 mol ATF hosil qilib qo'yadi. Tushunyapsiz-a? Chunki mana ikkinchi bosqichda nechta ATF hosil qiladi? Ikkita. Ikkinchi bosqichda 1 mol glyukoza, ikkita ATF, 30 mol glyukoza mana bunaqa narsa-da endi bu. Sizlarga proporsiya qilib bermasam, 1 mol glyukoza, ikkita ATF, 30 moli x barobar 60 ta ATF. Tushunyapsiz-a? Endi shu qatorda 60 ta sut kislota hosil bo'ldimi? Sut kislota to'g'rimi? Endi men asetil koenzim A deyolmayman. Sut kislota hosil bo'ldimi? 60 ta. Ay. Uzr. 60 mol sut kislotani. Qanaqa 60 ta sut kislota qayerdan keldi desanglar, mana yana o'sha gapda 1 mol glyukozadan nechta? 2 ta, 30 molidan 60 ta hosil bo'lib turibdi sut kislota ham. ATF bilan sut kislota bir xil molda hosil bo'ladi. Endi nechta kislorodin bor mana? Necha? Mana pastiga 60 qo'yasizlar, to'g'rimi? Uzr. Pastiga 2, pastiga 6, to'g'rimi? Bu yog'iga necha bizada? 120 mol. Bu yog'iga bizada 60 ku. Mana. Hisoblab topsanglar, hisob nechtasiga yetar ekan? Nechtasiga yetar ekan? Men topinglar-chi. O'zi 1 mol glyukoza uchun nima dedimmi? Bilsa 6 ta dedimmi? 40 tasiga yetar ekanmi? Qanchasi ortib qoldi? 20 mol sut kislota ortib qoldi, tushunyapsizlar? 20 mol sut kislota ortib qoldi degani necha mol glyukoza chala parchalandi degani. Qani, shoshmanglar. Shu jarayonni hamma tushundimi o'zi? Yozmadim, ATF-pateflarni kerak emas. Hozircha bizga kerak emas. Biz hozir chala va to'liq degan glyukozani tushunib olishimiz uchun kerak. Xo'p. Necha mol glyukoza sut kislota parchalanibdi? 40 mol parchalandi. 20 mol ortib qoldi, parchalanmadi. Necha mol? Bizda 30 mol glyukoza edi, to'g'rimi? Shu 30 mol glyukozaga laqab berishni o'rganamiz hozir. Shu ertaga masalada ishlata olish uchun. Laqab berishni o'rgatamiz. Xo'p, laqab qo'yishni o'rgatishgan maktabda yaxshi emas deyishgani bilan, lekin bunaqa payt ish asqotadi bizda. Xo'p, qarang. Necha mol glyukoza chala va to'liq parchalangan desa, qarang, qanchasiga kislorod yetdi? Qarang, 40 mol bu nima bu? Sut kislota bu. Sut kislota. Buni 2 ga bo'lib yuborsanglar, nega 2 ga bo'lamiz? Chunki 1 mol glyukozadan 2 tadan sut kislota hosil bo'ladi. Buni yana masalalarda tushuntirib ketaman. Nega 2 ga bo'lganini tushunmayotgan bo'lsangiz. 20 mol glyukoza bor. Buni ham 2 ga bo'laman. 10 mol glyukoza. Haqiqatda 20 ga 10 ni qo'shsam 30. Shu 20 mol glyukozaning laqabi to'liq parchalangan. 10 mol glyukoza chala parchalangan. Unga kislorod yetmay qolib ketdi degan. Sut kislota bu yerda nima qilib qoldi? Qolib ketdi. Bo'ldi, sut kislota qolib ketdi. Shunaqada bo'ldi. Boshqa chiqib aytganda endi kislorod qolmadi-ku. Bundan buyon kiradigan hamma glyukoza faqat mana bu yo'lda parchalanadi. To'g'rimi? Chunki kislorod hammasini ishlatib qo'ydik hujayrada. O'sha kislorodsiz parchalanadi. Sut kislota oshgan sari boyagidek harakatimiz cheklanadi. Tushundinglarmi yo'qmi o'z mana shu joyini? Demak, glyukozani hujayraga kirib kelishi bilan hamma glyukoza albatta qaysi bosqichni o'taydi? Ikkinchi bosqichni albatta o'taydi. Shu yerda hamma glyukoza nima bo'ladi? Sut kislotani hosil qilib 60 mol sut kislotasi hosil bo'ladi. Shu 60 mol sut kislotani qaysi birigadir kislorod yetadi, qaysi birigadir kislorod yetmay qoladi. Savol. Sizlarga savol. Birinchi kislorod yetadigan jarayon amalga oshadimi yoki kislorod yetmaydigan jarayon? Ya'ni yetadigan, конечно. Birinchi biz borini ishlatib olamiz, keyin masalan oldindan qatdan bilasiz, qaysi biriga yetmay qolishini. Birinchi ishlatib olasiz, yetmay qolganiga uzr deysiz. Uzr. Salom. Mehmonga ko'pchilikdan nima deydi? Uy boshlari oldinga shunaqa bo'lganda, hamma ikkalarining xizmat to'yiga deya, atak bunaqa bo'lgan. Misol uchun 5 tacha joy qilishgan, o'shaning uchun ham ko'p joy qilishgan, burunda to'yladi. Butun mahallaga yetib olmaganmi u katta ketib. Hamma to'yga yetib keladi. Masalan 700 ta odam 500 kishilik joy qilingan. Birinchi 500 kishi o'tkazib olinadi. Qolgan 200 kishiga minbar uzr. Bu jarayon bekorga ketmayapman, xalqdan tayinlaninglar, chunki biz 200 kishiga anda barajda minbar uzr deyishim mumkin hozir. Shunday o'tga ham Baxtiyor hammaga javob kimlaring degan bo'lsa, iftorga borib qaytib kelmaydi, joy yetmasdan. Buni tushundinglarmi? Endi sizlarga bitta mana shunaqa zo'r narsa beraman. Qanchalik ish olasizlar yo'q. Endi bu hozir ko'p bu narsalar. Do'stlar o'chirmayman, paka turadi. Bitta narsa. 3 mol glyukoza, qarang, 3 mol glyukoza chala va 2 mol glyukoza to'liq parchalandi. Nechta ATF hosil bo'ldi? Topinglar chiqam. Obshi 5 mol glyukoza bo'lgan ekan, to'g'ri topdinglar, baranganda. Obshi 5 mol glyukoza. Menga nechta ATF hosil bo'lgan topinglar.
Просто qani tez. 10. Общий 2 mol, mantiq 2 mi? Yaxshi qolmaysizmi topinglar. 10. Birinchisida 76, ikkinchisidan 76. Yaxshi. Yaxshi. 3 kere 2 6 82 marotaba. Qaranglar. Endi buni topishni oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Xo'p, shunaqa paytda to'liq va chalaga qaranglar. To'liq degani bizada qarang. To'liq degani 2 ni ham 3 ni ham bosib o'tganiga ko'ra aytilarmidi? To'liq degani 3 ga ko'ra emas, 2 ni ham 3 ni ham bosib o'tganiga aytiladi. Shoshmay turing, siz bilib olsangiz, boshqalar bilmaydi-yu. Ikkinchi boshni nechtatif hosil qilgan? 2 ta. Uchinchi boshni nechtatif hosil qilgan? 36 ta. Demak, bir mol glyukoza to'liq parchalansa, nechtatif hosil qiladi? Demak, bizda bir mol glyukoza to'liq parchalansa, nechtatif hosil qilar ekan? 38 ta. Chala parchalanish degani bu ikkinchi boshda qolib ketdi deganimi? U faqat nechtatif hosil qilgan? 2 tatif hosil qilgan. Demak, 3 kere 2 6, 2 kere 76, общий 82 tatif hosil bo'lgan. Tushundinglarmi? Tushundinglarmi yo'qmi? Yana bitta misol berib ko'raman. Qarang. Endi o'shani просто так. To'lma glyukoza chala. To'lma glyukoza chala parchalandi. Ha, shoshmay turing. Подождите, пожалуйста. Пополните свой баланс. Qarang, to'lma glyukoza chala parchalandi. 84 mol glyukoza ATF hosil bo'ldi. Necha mol glyukoza to'liq parchalangan? 38. Ya'ni 2. 2 mol glyukoza to'liq parchalangan. Tushundinglarmi? 4 mol chala bo'lsa, chala parchalangan glyukoza faqat ikkinchi boshda qolib ketgan deganimi? Demak, u faqat nechta ATF hosil qilgan? 8 ta. 84 dan 8 aytib qolgan 76 kimga qoladi? Bunga to'liq parchalanganda 1 mol glyukoza 38 ta ATF hosil qilsa, demak, bu narsani hali ko'ramiz. Bosqichma-bosqich. Ishonasizmi? Imенно shungacha hali bor bizga. Bugundan masalani ishlash boshlasak, mash tipdagi masalalarga bor. Lekin mash tipdagi masalani tushunsangiz, qolgani easy peasy. Просто ma'mincha hosil bo'lgan nechta deb turaveradi. Tushunyapsiz? Nazariy. Yana bitta beraman. Yana bitta. Qarang. Xo'p. Qanaqa eslatordim? Nima o'sha kungi jarayonlarni eslatordim? Bu yo'q edi tag'in ham. Bormi? Ha, test bor, yana bitta. Qaranglar. Xo'p. 4 mol glyukoza parchalandi. To'liq va chala parchalandi. 4 mol glyukoza to'liq va chala parchalandi. Tushunyapsiz? Shoshmaslik kerak. Jim. 4 mol glyukoza to'liq va chala parchalandi. Natijada 42 mol ATF hosil bo'ldi. Necha mol chala, necha mol to'liq parchalangan? 4 mol glyukoza to'liq va chala parchalandi. 42 mol ATF hosil bo'ldi. Necha mol? Ha? Buni topish uchun 2 nom ham tengmi so'z bo'ldi. Ya'ni chala parchalangan glyukoza x mol, to'liq parchalangan glyukoza y mol. Chunki ikkalasi bir-biriga teng bo'lmaydi odatda. Bo'lsa ham x y qilib yozavering. Bu chala necha ATF hosil qiladi? Bu necha ATF hosil qiladi? 38. 36 ga chalg'amaydi. O'rgataman, hali xudo xolis bosishni o'rgataman. Xo'p, x ga y qo'ysa necha? 4 mol. 2x ga 38 y qo'ysak 42 mol. O'zimdan yozganim uchun aniq bilaman. Mana. 1 mol glyukoza to'liq parchalansa 38 tami? 3 mol glyukoza chala parchalansa 3 kere 2 necha? 6. Uzr. Adashib ketdim. O'zim adashib ketdim. Shazaqamaydi. Tushundinglarmi? Nima deganim bu? Bu mashina topiladi. Shunaqa masalalar kutyapti bizning oldinda. Qiyin emas. Xo'p, bugunchalik shu yetadi xudo xolasa. Doskaga tegmaysizlar, videoni tugatamiz. Keyingi dars xudo xolasa, keyingi dars emas.